1 yoshdan boshlab Amerikada dentistga har 6 oyga olib borishadi bolasini. Amerikada Medicaid degan narsa bor. Kam ta'minlanganlar, ber bilan solishsak, kam ta'minlanganlar uchun alohida nima chiqarilgan sug'urtalar bor. Bu mutlaqo bepul bo'ladi. Lekin bizda bitta narsa shakllangan, akalar, har bitta stomatolog og'zida muammo ko'rsa uni aytadi. Ayrimlar uni bu pul ishlamoqchi degan ma'noda tushunadi. Ko'p bo'lmadi. 92 yoshli kampir keldi, 78 yoshli qiz bilan keldi. Oldi tishi but-butun, faqatgina o'zini tishi tabiiy. Plombaning ko'rinishi, estetikasi yoqmayapti. Oldiga sirkon ish qo'ydirib ketdi. 26 ta tishi bor. Bitta qo'yilmagan plomba 300 ming so'mga vaqtlar o'tib 7 millionga aylanyapti. Shtatlarga qarab o'zgaradi. Masalan, Amerikada bitta implant qo'ydirish $7,000 tushadi. Aytmoqchi bo'lganim, ijtimoiy nuqtai nazardan, masalan, men ishxonada o'tiribmanmi, 10 kishi boradigan bo'lsa, men ham qo'shilib boraman. To'ppa-to'g'ri aytsan. Bu narsa bizda juda nima bo'lib ketgan. Maktabimda 10 ta bola boshlasa, men ham boraman avtomatik. Muhim emas u. Plomba borda, marketda sotadigan. Olib, ochib, aralashtirib, sizga bostirib qo'yasiz. Funksiyasini qovib turgan joy tekis bo'ldi. Tipa ovqatlana olasiz. Doktorga kelmay qo'yadi deysiz. Просто do'kondan borib oladi. Agar bizga shunaqa qilsa, menimcha mumkinmi shunaqa odam o'zi plomba qo'ysa ham bo'ladi. yo unga yozib qo'yibdi orqasiga 48 soat ichida stomatologga bor deb yozib qo'yibdi-da. Tak, bo'ldi. Sразу boshlab ketaveramiz unda. Hammaga salom, mana Plus podcast. Bizlar podkastlarni davom ettiramiz. Bugun bizda mehmon bilan podkast bo'ladi. Kimdir ko'rayotgan, berilib ko'rayotgan bo'lsa, bizlar mehmonsizdan podkast olishni boshlaganmiz. Bugun bizda mehmon bo'ladi. O'tgan safar, oxirgi safar urolog bilan podkast qildik. Shunda ham aytdik, bizlar bu yoqqa yana boshqa sohani shifokorlari, vrachlari bilan ham podkast qilamiz deb. Bugun bizda tish bo'yicha mutaxassis, ekspert Shahboz aka mehmon bo'ladi. Shoh dentist nomi bilan ko'pchilik taniydi, ayniqsa Twitterchilar. Assalomu alaykum. Shahboz aka, barchaga. Shahboz aka oxirgi yilda desak bo'ladi. Oxirgi yilda Amerikada yashab o'tkazib kelganlar, green card etgan. Oxirgi 1 yil. Amerikada ham shu o'sha sohangiz bo'yicha ishlayapsiz, to'g'rimi? Ha, o'zimni sohamga yaqin bo'lgan sohada. Hozir Amerika haqida gaplashmasak, bizni qarg'ashadi. Xo'p. Assalomu alaykum. Bizani tinglab turgan barchaga sizlarga ham kattakon rahmat taklif qilganingiz uchun. Avvalambor, biz bu podkastni uyushtirishimizdan maqsad odamlarga tishlariga, sog'lig'iga, yashash hayoti qanaqa, ularni o'ziga tikadigan pullari, sog'lig'i uchun umuman tikiladigan pullar haqida, nima qilsa arzonga tushadi, o'zi nima qilish kerak, yana qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsam, Amerika haqida aytib beraman. Qisqacha, Amerikada hayot yaxshi, yomon emas. Faqatgina bitta narsasi bor. Amerikada harakatda bo'lib turgan insonni tortib ketishi, keyingi hayoti izga tushib ketishi uchun shart-sharoitlar hammasi bor. Faqatgina harakat qilish kerak. O'zbekistonda ishlamasak ham kunimiz o'tadi, qornimizni to'ydira olamiz. Lekin Amerikada unaqa emas. Hamma narsa to'lovlari sizni kutib turgan bo'ladi. Asosiy narsalar to'lov Amerikada. Topish daromadingiz. O'shanga yarashammi? Soliq nazarda tutyapti. Soliqlar nazarda. Ijtimoiy hayoti. Ijtimoiy hayoti. Soliqlar bu ishlab topganda asosiy o'sha sug'urta tizimlari to'liq ishlashi, vaqt rejim bilan ishlashadi ular doim. Shu vaqtdan shu vaqtgacha ishlashadi. O'zim ham borganimda hayotim to'liq noldan boshlandi. Men bu yoqda stomatolog bo'lib, o'zim klinikamda ishlashimga qaramay, bu yoqda men где-то 6 oylardan keyin dental assistent bo'lib ishlashni boshladim Amerikada. Ish topishim meni qiyin bo'ldi. Men ularga o'zimni tajribamdan kelib chiqib, men ularga mana shunaqa ishlarni qila olaman, qo'limdan keladi deb rasmlarni doposli biz rasmlar qilamiz. O'shalarni ko'rsatib boshliqlarga keyin ishimni boshlab ketdim. U yoqdagi hayot, chunki menga qiziq edi, ular odamlar stomatologiyaga kelishi qanchalik muhim, nimaga uchun bular sug'urta tizimini yaratgan, odamlarning oqimi qanaqa, shu narsalarni ko'rib keldim. Ularda baribir Amerikadagi bemorlarni, ularni o'zini tushunib ko'rgansiz. Taqqoslab aytganda ham asosiy farq qilayotgan narsalar bormi? Ya'ni ularda ham faqat biror joy og'rib qolganda doktorga borish degan narsa bormi yo faqat bizdami bu narsa? Amerikada sug'urta tizimi yaxshi ishlaydi, ayniqsa davlat ishchilariga nisbatan. Chunki tibbiy sug'urta, to'g'rimi? Tibbiy sug'urta.
Sug'urtalar ham o'zi ko'zga alohida sug'urta to'laydi Amerikada. Tish uchun alohida summa to'laydi. Umumiy tibbiy sug'urta emas. Yo'q, tibbiy sug'urta uchun alohida yechib oladi, ha. Ha. Sug'urtalar ham u mana ko'pchilik Amerikada tekin sug'urta qoplaydi, lekin sug'urtaga ham pul to'laydi ular. Bitta tomoni oyligidan. Sug'urta qilish uchun pul to'lash. Ha, oyligidan. Oyligidan ma'lum darajada summa oladi и har 6 oyga ularni stomatologga borishga undaydi. Ularda bu narsa o'sha ancha yillardan buyon mavjud. Ular именно har 6 oy uchun borishga ular madaniyat shakllantirilganda bu. Madaniyat sifatiga olib chiqilgan. Ha. 1 yoshdan boshlab Amerikada dentistga har 6 oyga olib borishadi bolasini. Agar ota-onada sug'urta bo'lib, katta ehtimol bilan ota-onada yuqori uzoq vaqtdan beri sug'urta bo'lsa, albatta bolasida ham bu sug'urta bo'ladi. Chunki ishlagan vaqtda ota-ona ishchilar farzandlarini ham qo'shib yoradi ko'pchilik. Bizda nima deydi, stomatologlar bilan bolalarni qo'rqitishadi, hozir keladi, qo'rqib ketadi. Ha. Bolaliklar. Bu narsa boshidan boshlanadi. Bu profilaktik ko'riklar katta ishlarni oldini olishga juda ham yordam beradi, juda. Arzimagan chistka ko'p kasalliklar kelib chiqishini oldini oladi. Milk kasalliklar paydo bo'lib uzoq vaqt rivojlangandan keyin o'zimizda umumiy qaytsak tishim qonaydi deydi. Tish qonashi bu milk kasalliklari boshlanganidan dalolat beradi. Bu tishlarning oxirgi darajasi tishlarning tushib qolishigacha borishi mumkin. Bitta tish butun tish yo'qotasiz, tamom. Rostdan ham lekin masalan menda ham qonash boshlanganda men borganimda chiska qilish kerak deyishgandi menga. Qildirganman, mana shu narsa to'xtaganmanda. Qani dorilar yozib berilgan, shu juda qisqa davolanish nimasini o'tgandan keyin rostdan mana shu qonash to'xtadi. Endi anaqa tishini har kuni yuvsa, doim yaxshi qarab yursa ham baribir bo'lishi mumkin. Chiska qildirish kerak emas. Bo'lar ekan-ku. Sizga aytadigan bo'lsam, shu yerga maslahat ham berib ketaman. Siz davomiy qildirib yuring shu narsani. Faqat to'xtaganda emas. Yo'q, davomiy. Yana qaytarilmasligi uchun. Davomiy qildirib yursiz, oldini olgan bo'lasiz. Bizda lechit ham qilishadi. Amerikada milkda lechini qilish deyarli yo'q. Faqatgina o'zini mutaxassis shug'ullanadi milklar bilan. Agar sizda muammo katta bo'lsa, milklar bilan qo'shilgan bo'lsa, siz o'shani milk bilan ishlaydigan spetsialistga yuboradi. Ularni siz vaqtini topishingiz kerak bo'ladi. Shuni aytishardi ko'p. Chet elda, ayniqsa Amerikada tish doktoriga bo'sh vaqt topish qiyin deb. Очередga yozilib, qanchadir payt, masalan, 1 oy oldin yozilib qo'yish kerak deydi da. Ekstreniy vaziyatlarda nima qiladi odamlar? Uyda o'tiribman, tishim yomon og'riyapti. Qayerga boraman shunaqa? Telefon qilasiz. Agar vaqti bo'lsa, emergensiga borasiz birinchi. Emergency tez yordam. Katta nimalar bor. Uli ham agar qila olishsa, qilib beradi. Agar qila olishmasa, uli ham spetsialistga yuboradi. Chunki ko'p doktorlar katta riskli ishlarni qilmaydi-da Amerikada. Katta riskli ishlarni qilmaydi. Juda sohaga bo'linib ketgan ekan-da. Milkka alohida, tishda qaysidir kasallik alohida shunaqa bo'linib ketganmi deb? Yo'q, qarang. Milkka boshqaga jo'natyapsiz. Bizda ham endi spetsialistlar ko'payapti. Masalan, deylik, nerv olishda vaqtida tishning ichida fayl sinib qoldi. Biz o'zimiz general dentistlar odatda faylni olishga harakat qiladi. Agar ololmasa, faylni yonidan o'tib kanalni plomba qilishga harakat qilishadi odatda. Endodontist degan mutaxassislar bor, spetsialistlar. Ular o'sha buyumni, faylni kanal ichidan olishga, ya'niki mikroskop bilan ishlashadi. Amerikada ham odatda general dentistlar qamrab olgan. Spetsialist odatda ko'proq bitta ishni qilishadi. Masalan, root canal, faqat root canal. Da, mayda ishlarni ham qiladi, lekin ko'proq ishni o'sha tish nerv udaleniyasi bilan shug'ullanadi. Boshqa ishlari o'sha ortopediya, regular cleaning, plombalarni general dentist ham qilaveradi. Xirurg ishlari qiyinroq. Aql tishlarini masalan, qiyin udaleniyalarni ular xirurgga yuboradi. Chunki uxlatib olishadi odatda. Shunaqa. Amerikaliklar bu stomatologiya nimasini oldindan planlashtiradi. Oldindan o'sha mayda-mayda hamma narsani biladiki, ular agar og'riganda borsa, sug'urtasi ham katta summa to'lamaydi. Ma'lum darajada foiz to'laydi. Eng zo'r sug'urtasi bo'lsa ham to'lasa 40% da to'lashi mumkin yoki 50% to'laydi. Sug'urtasi qancha o'zi tishdiki masalan? Qiziqdingizmi?
oylik nimasidan yechib olishmi? Endi har xilda ayrimlar $20 boshlab $50 to'laydi oyiga. Bu endi borib kassaga qayerdadir to'lamaydi. Oyligidan yechib oladi. Lekin Amerikada Medicaid degan narsa bor. Kam ta'minlanganlar ber bilan solishsak, kam ta'minlanganlar uchun alohida nima chiqarilgan sug'urtalar bor. U mutlaqo bepul bo'ladi. U sug'urtali sizda o'shanaqa sug'urta bo'lsa, hamma klinikada borib ishingizni qildira olmaysiz. O'sha davlat bilan ham shartnoma qilgan nimalar bilan borib ishla olasiz. Davlat subsidiya beradi. Ish bilan bog'liq 220 dan 20 tamom 20 ta 220 ta nima bor, sug'urta ishlaydi Amerikada. Davlat subsidiya qilmaydi, sug'urta to'laydi. Sug'urta kompaniyalari. Masalan, tish doktoriga anaqa ekan, o'zi hammasi o'ylangan ekanda. Boshida masalan bizda og'rib qolsa kengesiga keladi, ular o'ylaydi hamda og'risa borsa ham qimmatga tushadi, tekshirtirib ham yuradi. Mana shu joy ham qiziqda. Masalan, tibbiy madaniyatni shakllanish nuqtai nazaridan. Men bu yerda masalan aholida tibbiy madaniyatdan yo'q demoqchi emasman. Men ham o'sha aholining vakiliman-da. Xuddi boya aytgandek xonada bordim. Akasi shunday ekan. Yaxshi bo'ldi. Ketgan bo'lsa-chi, yarim soat yo 1 soat vaqti ketdi-da, lekin men yengilroq yurdim keyinchalik. Hozir men aytganingizdek davom eting deyapsiz, davom etish meni xayolimga ham kelmadi. Ya'ni bu tibbiy madaniyat men hozir prosta qiziq bo'lib qolgan. Qanaqa qilib ularda shakllantirilgan? Ya'ni biz hozirgi avlodni yo'qotdik. Yangi avlod haqida qayg'urishimiz kerakmi? Prosta bolalikdan boshlab yo qanaqadir propaganda yordam beradimi? Yo'q, bu uchun hamma ishlash kerak. Faqat stomatolog emas, stomatolog hozirda qimmatligida ham bitta alohida tema. Ular aytdim-ku, avvaldan o'zini o'sha ham davlat yordam bergan ularga sug'urtani ishlab chiqib, biz buni bizada sovet davri bilan bog'laydigan bo'lsak, sovet paytida shaxsiy klinikalar deyarli yo'q bo'lgan. Davlatga bo'lgan. Shaxsiy klinikalar u tizimni hali bepul bo'lgan. Poliklinikaga borib hamma narsa poliklinikada ish bitavergan. Hozir rivojlandi, ancha takomillashdi. Eng oldi texnologiyalar bor O'zbekistonda. Siz premium klassda qildiraman desangiz ham qilib berishadi. Bor stomatologlar bor, ishlaydi. Bu uchun hamma yordam berish kerak. Ya'niki davlat, jamiyat, katta biznesmenlar o'zlarining sug'urtalarini kiritishi mumkin. Korxona egalari xodimlarini sug'urtalashi mumkin. Maktab, bog'cha, keyin TV kanallar, telekanallar, gazeta, jurnallar, umumiy hamma kurashish kerak-da. Bu sog'liq uchun immuniy tish bizda mana sekin-sekin o'qib, o'rganib, rivojlangan mamlakatlarni ko'rib, ularni yashashini, odamlarni ko'rib, nimaga bunaqaligini ko'rib, shunaqa xulosalarga keldim-da. Ishchi kuchi o'shanda ham masalan tishingizda muammo bo'lmasa deylik, og'rib qoldi ish vaqtida. Siz o'sha vaqtingizni siz stomatologga sarflashingiz kerak bo'ladi-da. Ya'ni ishni effektivlik, mehnat resursini effektivligi uchun ham muhim olingan. Biznes uchun ham, davlat uchun ham muhim. Hamma narsa uchun, Keyin o'sha налоговый tomondan ham ancha yaxshi bo'ladi, chunki siz umumiy summani ish nimangizdan ketaveradi. Ish haqingizdan, maoshingizdan ketaveradi. Bu yoqqa borib qilinish kerak bo'lgan summalar ishlar qilinaveradi. Undan ortig'iga pul to'laysiz. Qoplamaydi-da, ko'p narsani qoplamaydi. Amerikada qoplaydi. Eng yaxshilarini aytadigan bo'lsak, men bilganim har 6 oyda cleaning bor, regular cleaning. Agar siz chistkada to'g'ri. Chistka, bizani O'zbekiston bilan solishtirsangiz chistka bo'ladi. U yoqda 3 xil chistka bor, chistkani o'zi ham. Demak, tishda toshlar ko'payib ketsa, milk kasalliklari juda ham ko'p bo'lsa, ularning qimmat chistkasi bor. Uni sug'urtasi juda ko'pchilikni qoplamaydi. Qimmatroqda. Mayda regular, odatda har 6 oyda borib turaversangiz, chistka qiladi, polirovka qiladi, svetovoy plombalar qiladi. Nechtadir. Lekin limit qo'yib qo'ygan, o'sha narsaga ham limit qo'ygan. Masalan, 1000, 2000, ayrimlarniki 100 minggacha limit bor, lekin katta ishlar qildira olmaysiz o'shanda ham. Katta ishlarni qildira olmaysiz-da. Shunaqa qilib sekin-sekin tizimlashtirib ketgan. U yoqda stomatologdan ko'ra
tizim ishlaydi. Odamlar o'shanga moslashgan. Siz bugun keldingiz, stomatologga bordingiz. Keyingi 6 oyligingiz uchun sizda schedule bo'ladi. Appointment qilib qo'ygan bo'ladi o'zi. Bizda arzon bo'lishi kerak yoki tekin bo'lishi kerak degan narsa, значит, mana bu Sovet ittifoqini, buvshiy Sovet ittifoqini hamma davlatlarda bor-ku, to'g'rimi? Bu qarash. Manimcha, chunki men chiqmaganman boshqa davlatlarga. Esingizda, o'shaning uchun bilmayman. O'zim masalan o'zim Qozog'istonda, atrofimizdagi mamlakatlarda bo'lganman-ku, lekin boshqa davlatlarda bo'lmaganman-da. Har xil joylarda men eshitasiz kimdir borib kelgan bo'ladi, boshqa yoki men Koreyada hamda. Ularda ham masalan juda qimmat narx qilinadi, страховка qoplab beradi, lekin shunda ham o'zi to'lamasa ham, страховка qoplab bersa ham narxini qarasangiz, ko'zi chiqib ketadi odamni. Masalan, bitta plomba qo'yishi tam 2000-3000 dollar bo'lib ketib qolishi mumkin, 1000 dollar bo'lib ketib qolishi mumkin. Shu darajada chiqib ketib qolishi ham mumkin ekan bu yerda. Endi uni odamning o'zi kissasidan to'lamaydi, o'sha olib qo'ygan sug'urta to'laydi-da. Sug'urtaga odam to'laydi. Faqat bo'lib mayda to'lib qo'yadi. Просто bizdagi odamlarga mana aytsangiz, masalan, miyasiga sig'dira olmasa kerak-da. Meditsina tekin bo'lishi kerak, arzon bo'lishi kerak, qarash bor rostdan. Sekin yo'lga qo'yish. Endi masalan, sug'urtaga pul to'laydi-ku, tam 6 oyda bir marta shu nimasi bormi? Bepul anaqasi bormi? Bor. Bizda ham boradi agar masalan bo'lsa pul to'lasa, bor. aniq boradi tam 6 oyda bir marta o'sha belgilangan kuniga olimdan qo'ysan. Lekin mana shu tomoni ham bor rostdan. Agar men oyligimdan olib qolaversa, men aytaman. Sizni undaydi-da, tekin-ku deysiz. Bekordan bekor hozir nima o'tib ketadi deyman. Bo'sh vaqtim bo'lganda bir o'tib kelaman. Katta muammolarni siz oldin olgan bo'lasiz. Masalan, implantgacha olib bormaysiz-da. Svitoy plombalarni kichik ko'rinishdan karieslarni qo'ydirib boraverasiz. Lekin bizda bitta narsa shakllangan, akalar. Har bitta stomatolog og'zida muammo ko'rsa uni aytadi. Ayrimlar uni bu pul ishlamoqchi degan ma'noda tushunadi. Bu narsani yo'qotishimiz kerak-da. Men bilasizmi, men uyalaman. Men shu uchun men men shaxsan o'zim stomatolog bilan oldiga borishdi, men shu tomonlama uchun. Siz aytgandaqa rostdan aytadi. Men prosta ba'zi uyalaman. Ayrimlar kim menga aytadi, "Yo'q aka, menga faqat shuni qilib qo'ying" dedi. "Yo'q, xo'p bo'ladi. Bu lekin bizning vazifamiz. Menga qildirmang mayli, lekin shuni step by step qildiring" deb aytaman-da. Chunki bu narsa taqalib 50-60 yoshga bormay protezga o'tib qolamiz-da. Go'yoki kampir bo'lsak yoki boboy bo'lsak, og'zimizda protez bo'lishi bu normal hisoblashadi, tabiiydek hisoblashadi. Nimaga? Bitta kes aytaman, Amerikada shu ko'p bo'lmadi. 92 yoshli kampir keldi, 78 yoshli qiz bilan keldi. Oldi tishi but-butun, faqatgina o'zini tishi tabiiy. Plombaning ko'rinishi, estetikasi yoqmayapti. Oldiga sirkon ish qo'ydirib ketdi. 26 ta tishi bor. 26. 92 yoshli kampir o'zi yurib, oyog'i bilan o'zi ketdi. Buni xulosa qilsak, u yoqda yuqori yoshlilar ham o'zini tabiiy tishini xohlaydi. Yaqindan boshlanib qolmaganda ularda anchadan. Bizda ham sekin odamlarni o'rgatib, mana klinikalar ko'paydi. Klinikalar ham hammasi birlashib ishlab, asosan baribir ko'proq katta qismini davlat Sog'liqni saqlash vazirligi yordam berishi kerak bu narsaga. Shu sug'urtani u hal masalan tishga alohida deyapsiz-ku, birinchi o'zi mana u oddiy tibbiy ko'rikdan o'tishni ham o'zi sug'urta bilan boradi shekilli Amerikada, to'g'rimi? Unga ham отдельно sug'urta to'laydi dedingiz-ku. Boshqa kasal bo'lishga ham masalan isitmalasangiz ham boshqa narsaga ham bor shunaqa. U hali bizda o'sha narsa o'zi yo'q-ku. O'sha narsani so'ramoqchiman, bu prosta sug'urta bo'yicha ko'p nima Samarqand bilan qaysi yana viloyatda test qilyapti hozir. Shu tibbiy sug'urtani adashmasam. Qo'yish kerak. Fundamental anaqa sug'urtani, birinchi tibbiy sug'urtani eng birinchisi qilinish kerak bo'lgani endi qilyapti hali. Sug'urta bizda monopolizirovaniymi yo частный kompaniyalar bor, ko'pmi? Ha, to'lab adashmasam bir частный kompaniyalar bor, ko'chada yuradi ular sug'urta. 30 tadan ko'p 10 ming to'lang deb. 30 tadan ko'p sug'urta kompaniya bor adashmasam. To'shni ismi yo'q. 40 tadan ham ko'p sug'urta kompaniya ko'p o'zimizda. Ha, juda ko'p. Men o'ylardim monopoliya deb o'ylardim. Klinikamizga keladi, meni nimam qoplar ekan, tishimni qildiring deydi. Lekin agar ras o'sha narsa bo'ladigan bo'lsa, agar tishni ham qoplasa, bizga umumiy sug'urtaning ichiga kirib ketadigan bo'lsa, limitlari bor-da uni. Unga limit qo'yish kerak. Limit qo'ymasa,
yaxshigina summa Nima chiqib kerak? ketadi. Sug'urta jon deb shuni ertaga qiladi sug'urta sistemalar. Shuni masalan bugun ruxsat bersa, bir haftadan keyin yangi sug'urta chiqaradi ular. Bu pulka ular pul ishlaydi bundan baribir masalan bir hafta qiladi. Qonunchilik yo'q. Normativ yo'q. Anaqa belgilangan narsa yo'q masalan. Unga qonunchilik kerak deylik masalan sug'urta borishi, unga pul to'lab berilishi, limitlar. doktorda shotiga pul tushib turishi masalan qanchadir narsa uchun bu odam bunga to'lanishi, plus davlat poliklinikаларga ulanishi kerak, qonunchiligi bo'lishi kerak. Kimdir qaysirini bajarmasa, ana nima deydi, nizoli holatlar uchun nima qilish kerak. U juda katta bazada u. Uni men bir kunda, bir yilda ham qilib bo'lmaydi. Sekin test rejim bilan lekin men qilish Hozir men tarafdorman. bilganim aniq menimcha shu oddiy fundamentalni test qilishyapti. O'xshasa sistemani bitta qo'yib olib, keyin butun respublikaga shuni shart qo'yib yuborishadi menimcha. Mana basic hali tish ichiga kiradimi yo'qmi bilmayman, lekin to'g'risini. Chunki rivojlangan eng oxirgi pik nuqtasi shu. Endi tish bilan bog'liq bo'lgan hammani jalb qiladi. Pul to'layman, men boraman, ishlarimni qildiraman, oldini olaman. Demak, oldi olindimi? Katta ishlar, tishdagi koronka qo'yishlar yoki nerv udaleniya yoki tishlarni olib tashlanishi, implant уже bu oxirgi daraja. Bu tushunchadan katta pul chiqib ketadi degani. Muammo qancha og'izda ko'payib ketaversa, shundan shuncha pul chiqib ketyapti degani. Shu uchun ham profilaktika arzonroqda. Keyin davolanishdan ko'ra to'g'ri. Shunaqa. Bir oyda ko'p emas 50 ming so'm tish uchun asrab qo'ysangiz, uzog'i qanchadir muammo bo'lsa, deylik tishlaringiz hammasi bor, bir oyda yaxshi, karislar endi boshlanayotgan bo'lishi mumkin. Shu narsalarni bemalol qoplab yura olasizda. Bunchaga ham yetmaydi menimcha. Menga o'tgan safar chiqqanimga aytishganda, o'sha umumiy qancha pul sarflaydi, yaqinda ko'rdimda o'zimni, o'sha videomni. Umumiy inson salomatligi uchun qancha pul sarflaydi deganda, o'sha hozirgi momentda tishlaringiz to'liq sog'lomlik, o'sha hamma tishlari bor deylik, lekin kichkina karislar bo'lsa, ketma-ketlikda, birdan emas, ketma-ketlikda har oy 50 mingdan sarflab tursangiz, menimcha tugatib olasiz. Da, qimmat ishlar bor, men uni inkor qilmayman, lekin profilaktika 50 ming emasmi? Bir marta ko'rishamda 200 ming, 12 kara 5 600 ming. Yiliga 600 ming bo'ladi-da, 600 ming bir marta borsa ketadi 600 ming. Mana, endi bu narsani men tushuntirib beraman-da. Siz deylik 600 mingdan boshlangan paketlar bor deylik, sug'urtachiga paketlar ham bo'ladi-da uni. 1 million deylik, yoki 1 million deb olaylik o'rtacha. Uning ichiga qarang. Faqatgina chistka bo'lmaydi-da. Masalan, nechtadir plomba bo'ladi. Oda. 3 tagacha plomba bo'lishi mumkin. Deyishim. Xullas, siz aytasiz, siz 1 million to'laysiz, price bilan hisoblaganda bir 3 million, 3,5 million, mo'j 4 millionlik ish qildirib ketishingiz mumkin. Lekin siz sug'urtalik hisobiga yoki qanaqadir paketlar hisobiga doimiy boryapsiz, bepulga tushgandek bo'ladi. Ancha 3 barobar, 4 barobar, 5 barobar o'sha narsa arzonga tushadi. Bu narsani men ishlab chiqqanman. Sug'urtani ishlashini aytyapsiz. Ha. Bu paketda o'sha sug'urtangiz ichida paket bo'ladi. Paketning ichida xizmatlar ko'rsatilgan bo'ladi. Xizmatlar faqat professional chistga, polirovka yo'q. Uni masalan fitorlik surishlar bor. Og'izni tekshirish bor. Har bitta tishlaringiz masalan kerak bo'lsa ringing qilishlar kiradi. Anesteziyalar kiradi. Intraoral kameralar bilan og'izdagi muammolarni sizga ko'rsatish xizmati kiradi. Keyin qolgani o'sha asosiy tekinga tushadigan narsalar shu. Keyin svitoy plombalar kiradi. Masalan, nechtadir svitoy plombalar yoki nechtadir tishingizda nerv udaleniyasi bepul bo'lishi mumkin. Koronkalarni ham u yoqda nechtadir ko'p bo'lsa, masalan 4 ta, 5 ta bo'lsa, qoplamasligi mumkin. Bridge bo'ladi. Bridge koronkalarni qoplamay, adenoshni qilsangiz qoplashi mumkin. Xullas, uni yo'li ko'p-da. Paket tishiga siz o'zingizga bo'lgan komfortni qilib bersangiz, oqim hisobiga ham arzon tushadi, bemorlar soni ko'paygandan keyin o'sha narsa bo'laveradi. Ishlab chiqaman degansiz, shunaqa paket ishlab chiqamiz. Tipa klinikani ichida. Qanaqa bo'lgan? Yo'q, endi boshlandi bu. Hozir qilib chiqyapsiz shunaqa narsa. Yo'q, tayyor. Qayerda? Amerikadami, Toshkentdami? Toshkent.
qanaqa oyiga 50 million to'lab turaman, 6 oyda bir marta tekshirib turaman. Paketga bir marta xarajat qilaman paketga, to'g'rimi? Ha, 1 yil o'sha ichidagi xizmatdan foydalana olasiz. Bir marta xarajat qilasan. Uni premol o'zingiz Bir marta to'laymanmi? Bitta to'lashim kerakmi 600 mingdan, oyiga 50 mingdan? Yo'q, bittada to'laysiz. Yiliga 2 marta borasiz. Paket ichidagi xizmatlarni qildirib ketasiz. Uni klinika taklif qilyapti, hech kim emas. Prosta o'zingizni klinikasiz taklif qilasiz. O'zim. Endi aytmoqchiman, o'zlaringiz ham qilsa bo'ladi, qilsanglar bo'ladi shuni deb. Men Endi lekin birinchi ko'pchilik sug'urtaga o'tib ketib qoladi edi. Yo'q, men u paket sifatida. Sug'urta yo'q-ku hali unaqa. Lekin sug'urta bo'ladigan bo'lsa ham shu ish bo'ladi, boshqa ish bo'lmaydi. u boshqa joylarda eshitmaganman, faqat sizlarda bormi bu shunda? Men ishlab chiqqanman-da. Chunki Amerikaga bordimda men. sekin bo'ladi. Lekin qizi yaxshi nima? Juda zo'r narsa o'shanda. Bu ko'payishi ham mumkin-da. Hozir siz paketga kamroq narsa tiqqan bo'lsangiz, 1 yildan keyin ko'rishingiz mumkin. Yana nimalar qo'shsa bo'ladi. Ha, Odamlarga ham yaxshi faqat bo'lib qolishi mumkin. da, u paketda masalan men paketimni 3 xil tarifda qilganman. Ichida tarif 3 xil har xil tarif. Eng pasti masalan o'sha 50 ming so'mdan oylik daromadga qarab ketaveradi. Bu bizda o'sha yana orqaga qaytadigan bo'lsak, men qiziqib chiqdim. Eng kam daromad 3 million topadigan odam, tishlari yaxshiroq, vroti yaxshi, og'izda bir 5-6 ta plombalar, hali nerv udaleniyaga yetib bormagan bo'ladigan bo'lsa, o'sha 3 million topadigan kishi eng arzon paketni masalan olib ham oyiga 50 mingdan to'lasa, bir 2 yil yoki 1,5 yil yoki 3 yilga o'sha ishini qildira oladi. Agar sal qimmatroq paketini olsa, Tezroq bo'ladi. Tezroq bitadi. Bu 1%, 1 bilan 2% oylik daromadini umumiy tishish uchun ajratish kerak bo'ladi-da. Bu oldindan plan qilingan bo'lishi kerak. Shunda muammoni to'xtatib, hamma ishni og'izda yakunlab, keyin siz har yil bir martagina borib turing. Hech bo'lmaganda osmotrga borib turasiz, yaxshi turadi. Bu narsa takomillashgan u yoqda har 6 oyga borishga undaydi. Bormasa bo'lmaydi. Bizdan keyingi avlodga qanaqa qaraydigan bo'lsak, bu bizdan keyingi avlod ularni har yilda bir marotaba har birinchi yoshdan boshlab olib borish kerak, har 6 oyda. Shunchaki osmotr uchun olib borish kerak bo'ldi. Ertaga yoshlikdan muammo bo'lmasligi uchun. Bu narsa biza faqat svitoy plomba, nerv udaleniya deb qaraymiz-da. Lekin bu bizning og'iz sistemamiz asosiy kirish qism. Biz ertaga ovqat yaxshi chaynolmasak, oshqozonda muammo kelib chiqadi. Qo'shimcha boshqa kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Lekin biz yuraveramiz-da. Chunki tish bilan bog'liq kasalliklar odatda og'riqsiz kechadi. Odatda. Faqatgina o'sha ayrim kasalliklarda bor. Nervgacha yetib borsa deylik, shunda yoki yiringlik jarayonda katta bo'lib ketsa, o'zida noqulaylik his qilsa boradi. Yo'q, bizda masalan, stomatologga borasan, tishing og'riydimi deydi-da. To'g'ri. U narsalar biz profilaktika o'sha borib turaversa, o'sha boshlanishi karisdan boshlangan bo'ladi. O'sha tishni karisini plomba qildirib qo'ysangiz, hozir o'rtacha 300 ming so'm deylik. Necha yil bo'lib o'sha qilgan podkastimizda? 2 yil bo'lyapti. O'sha intervyuda ham aytilgan 300 ming deyilgan plomba. Hozir ham o'sha o'rtacha narx. Shunaqa ekan. Men yaqinda ham o'shanda ham 300 ming bo'ldi. Demak, hali ham bizda oshgani yo'q. Lekin hamma stomatologda oshdi dedi, lekin o'sha daromad topish hisobiga ko'proq odamlar endi o'zini tishlariga e'tibor qaratish hisobiga shunaqa bo'lyapti. Lekin oldinda olib qo'ysa, deylik, kichkina yuza karislari, dog' bosqichdagi bitta ruchkan nuqtasidagi karislarni borib qildirib qo'ysangiz, o'sha tishingizda 7 yillab muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin o'shani qildirmadingizmi? 7 yil ichiga o'sha tishingiz yo'qoladi. Keyin o'rniga implant qo'ydirasiz. Implantingiz kamida so'mga chiqadigan bo'lsak, implant, abatment, ustidagi koronka 7 million atrofida bo'ladi. Qo'yishdagi qiyinchilik. Deylik mana. Bitta qo'yilmagan plomba 300 ming so'mga vaqtlar o'tib 7 millionga aylanyapti. Shunaqada buni oldindan boshlab o'sha oldini olsak, katta kasalliklarni oldini olgan bo'lamiz. Sog'lomlashtirish nimasi madaniyati juda ham oshib ketadi. Toshkentda tish doktor ko'p rostiranda masalan.
Uyda joy tursangiz ham atrofingizda xususiy ham ko'p, klinika ham bor, boshqasi bor, masalan odam topish borda. Viloyatda hududda unaqa emasda, lekin bir xil o'ylaymiz so'ramoqchi. viloyatda unaqa emasda, masalan viloyatda даже Toshkentga qaraganda arzon ham tish doktor. Ko'pchilik men eshitganman, nimadir narsa qildirish kerak bo'lsa, konsultatsiya oladida, keyin o'sha narsani borib viloyatda qildirib keladi. Arzon bo'ladi. Lekin viloyatda borsangiz, bitta tumanda bir ikkitami tish doktor hamma taniydi uni, ismigacha biladi. Palonchi doktor, palonchi doktor. Asosiy kasb bog'bonmi nimadir bo'ladi. Ishidan keyin qiladi o'shani. Katta ehtimol. Unaqasi ham bo'ladi. Men eslayman, Kisaringda bitta doktor bor edi, yoshi katta, uni tishda anesteziya qilmay sug'urganda deyishadi. Og'ritib qilganda juda. Oldin masalan men poliklinikaga oldirib yurgan bolaligimda u payt unaqa bo'lardi, lekin 2015-16-yillarga anesteziya qilmay oladigan stomatolog вообще bilmayman. Tish doktor baribirda juda kamda, yetmaydi deb o'ylayman masalan. Qishloqda poliklinikalarda menimcha u tish doktor shu boyagi aytganingizdek faqat ko'rib qo'yishi mumkin. Men ber bunday bo'libdi, men bunga bor deb aytishim mumkin. Uni ham ko'rmaganman men. QVPda bo'ladimi anaqa tish doktor bo'ladimi? Bor. Bo'ladi. Bor. Men ko'rmaganman lekin. Agar QVPda biza qishloq vrachlik punkti poliklinika deylik. Poliklinikada biz agar stomatologni ushlab turmoqchi bo'lsak, biz uni material bilan ta'minlab bera olishimiz kerak. Texnika Bu farqi u rengindan tortib ishlatilgan har bitta materialgacha komfort ishlash kerak-da stomatolog. Maosh normalniy bo'lishi kerak. Hamma davlat normalniy bo'lishi kerak. Stomatolog chunchagidan olyapti-da, poliklinikaga ishlayapti. Keyin stomat tish uchun kelyapti-da, bolasini ko'rsatib, nimadir plomba qildirib ketyapti-da. Stomatologga ham yoqmaydi-da. Pul berib. Nimaga bepul ishlash kerak? Bepul ishlagandan keyin xohlaymizmi yo'qmi, qadri pasayadi. Shuning uchun ham degan, ba'zi poliklinikada Sen majbursan deganda, lekin poliklinikada ham ishlashadi doktorlarimiz. Da, to'g'ri aytyapsiz. Nimaga? Asosiy narsa, men o'ylashimcha, o'sha topishda, daromad nimasida. Odamlarimizda shunchayda pul bo'lsa ham bormaydi stomatologga. O'shan siz o'sha bitta tumanga 2 3 ta ili poliklinikalar ishlayaptimi? Demak, o'sha yetkazib bera olyapti. Lekin aslida ko'p bo'lish kerak. Lekin bemorlar bormasa stomatologga. Yo'q, men tishi og'rib boshlaydi deyilga. Qattiq og'risa, birinchi og'riq qoldirish ichadi. Любой типичный o'zbek. Og'riq ko'radi. Ertasi kuni keyin bunday qolmasa keyin tuzli suvga chayadi. Keyin yana kimdir bironta qarindoshi nimadir maslahat beradi, o'shani qilib ko'radi. Juda 4-inchisi ham nimadir qilib ko'radi. O'sha orada 2-3 kun o'tadi-ku, hali ham og'rib turibdi. Keyin 5-kuni tish doktori qidiradi. Tish doktori qidiradi, joy bo'lmaydi, aniq. O'sha kunga ertasi kuni 6-kuni tish doktoriga boradi. Keyin unda tish doktor palon pul aytadi, keyin tish doktor qimmat deydi keyin. O'sha uchun hamma narsani oldin olish kerak. Oldin olsa 20 barobargacha o'sha summasini tejab qolgan bo'ladi. O'sha summani boshqa narsaga sarflaydi. Vaqtini ham. Og'riqlar ham baribir. Baribir bo'ladi og'riq. O'rtacha bir 2000 ta aholiga 2000 1,5 ming ham, 2 ming ham, 2,5 ming ham tushadi. Bitta stomatolog xizmat ko'rsata oladi bemalol. Deylik, bitta qishloqqa 2,5 ming aholi, 2,5 ming yashasa, o'sha qishloqda bitta stomatolog bemalol eplolaydi. Agar vaqtida kelib tursa. Ha, vaqtida kelib tursa. Agar o'sha stomatolog 5 mingta qishloqda joyga borsa, bemor kelmasa, u ishlamaydi aka. Undan ko'ra sal oldiroqqa chiqadi-da, markazroqqa chiqadi-da, to есть, men bu stomatologiyada o'qib Toshkentda qolib ketishiga ham sabab bu yerda klient ko'pligida, to'g'rimi? Bu yerda borsa klient kamdan iborat. To'g'rimi? Shuning uchun chetga viloyatga qaytib ketmaydi, ko'p stomatologlar ham ko'p Toshkentga qolib ketadi. Masalan, Surxondaryolikmisiz? Qashqadaryo. Bu yoqda ochmagansiz, Toshkentda ochgansiz. Boshqalar lekin ko'p ro'ji stomatologiyalar. Bizning ishlashimiz ham endi baribir tizim ishlamagandan keyin akalar. Mana stomatologga har 6 oyga borishimiz kerak degan narsani men hammaga aytaman. Maksimal darajaga bormagandan keyin u yoqqa borib bizani ham Toshkentga qolib ketish deylik. U yoqqa borib klientga baza yig'ish kerak aka. Masalan, 0 dan boshlaysiz-da, siz bitirdingiz, siz qayerdadir shogird tushasiz. Bemorlar kelyapti. Ishingizda ham mahorat bilan ishlab, uni ko'ngliga qarab, o'sha tishlarini chiroyli qilib berishimiz kerak.
ko'plab bu yoqdan nima qilib baza yig'ib ochishadi. Chunki asosan Toshkentga shogird tushadi. Bemor yig'ib olgandan keyin ochmasa ham Toshkentda arendada ishlashadi. Kreslo olib. Ikkinchi tomoni boyagi aka u yoqqa narx bilan Toshkentning narxini farqi bor. Boya men Toshkentda o'rtacha 300 ming desam, u yoqda o'sha narsa 100 ming ham bo'lmasligi mumkin yoki 150 ming ham bo'lmasligi mumkin. Odamlar Bu ko'tarmasligi mumkin. da o'shani ham qimmat deyishadi. Nimagaki stomatolog xuddi juda ham arzon materiallar olib, juda ham ko'p ustiga qo'yib yuborishadi deb o'ylashadi. Materiallaring arzon Просто koloradi ichda oladi bo'ldi-da, o'tiraveradi. Nima? Shunaqa. Masalan, hamma ishlashiga ham bog'liqda, qanaqa ishlaydi, kafolat ishlaydimi? 100% kafolat bera olmayman. Poliklinikadagi bir qiziqishga ham test uchun ham kirsanglar, o'zi borib ko'rib bir konsultatsiya ham olib ko'rsanglar, agar kattalarniki bo'lsa, hamma doktor o'zi sharoit qilgan. O'ziga o'zi. Katta nimalarga ham o'zlari sharoit qilgan. O'zlari rentgen olgan xonasiga u poliklinikada katta bitta nechtadir doktorga bitta rentgen bo'lishi mumkin bo'ladi. Просто diskomfort bo'lganda ishlash majbur. Bu endi avvaldan nima qolib ketganligi uchun hisobiga-da, mana shaxsiylar yo'q bo'lgan-ku avval. Faqat poliklinikaga ishlavergan, poliklinikaga ishlashgan. Men endi eski 80-yillar adashmasam stomatologlarning nimasi yosh kattalardan eshitganim bu, endi o'qimishliklardan. Juda kam, masalan, men sizlarning ham qishloqlaringizda bormi, yo'qmi bilmayman. Masalan, bizlarni butun bir oqim bo'lib, bitta katta bir 6 ta 7 ta qishloq ichida bitta stomatolog taniyman-da. Shunaqa. Bizni qishloqda ham bittasi. Shu aytdim-ku, Stomatolog nimasi, stomatologning darajasi juda ham boyagidaqa bo'lgan-da. Juda ham topish ham shu o'rtacha bo'lavergan. Hozirga kelib hamma topyapti, yaxshi daromad qilyapti, yaxshi mehnat qilyapti, yaxshi harakat qilyapti, ishlariga ham endi o'rganyapti. Bunga endi mana shu joyiga tizim ozgina turtki berib yuborsa odamlarga zo'r bo'lib ketadi. Baribir nisbatan odamlar qo'lida 1-2 so'm paydo bo'lib borib qolgan, agar masalan tishda plombani narxlariga nisbatan olib qarasa, odamlar xarajat qila oladi bemalol bu narsaga hozir. Yana bitta narsa bor, siz deylik katta qo'l ostingizda 50 ming ishchi bor. 50 ming ishchi bor. 50 ming ishchini har oyi 40 mingdan tish sug'urtasi uchun pul yechib olinyapti. Oylari o'shanga yarasha topish hamma narsa. Demak, u qaytim sizga kirim yana o'sha oylikdan ushlab olyapsiz-ku. Qancha bo'ladi? 2 milliard bo'ladi. 2 milliard bo'ladi. 50 ming ishchi stomatologga borib o'shancha xizmat ko'rsatmasligi mumkin-da. Hammasi. Bu katta biznes egalariga bu bitta ideya qilib olsa bo'ladi. Shaxsiy o'sha private sug'urtalarni ishlab chiqsa bo'ladi. Premium klasslarda ishlab chiqsa bo'ladi. Shunaqa ularning paketlari bo'lib 10 mingtasi borsa ham. O'zi ham sekin to'g'rilab oladi-da. O'zlarini o'sha oilaviy paketlar borkin, bolalarni ham olib boradi, undaydi yoshlarni. tishchi bilmadim, lekin mana bu katta supermarketlarda ham o'zi ko'p odam ishlatadiganlari. Supermarketni bilmadim. Temir yo'l oldin shunaqa edi. Temir yo'lda poliklinikasi alohida, nimasi alohida. Temir yo'lda hamma ishchisi borib bepul foydalanardi undan. Yo, bor, hozir ham bor. Harbiylarda bor. Hozir anaqa aksiyadorlik jamiyati bo'lib ketdi, undan keyin bilmayman qanaqa. Korzinkaniki ham bor shekilli. Bitta poliklinikaga jo'natadi. Ishga kirayotganda ham tekshiruvga-da faqat. Keyin har nechadir oyda tekshirib turadi, lekin u o'zlari uchun. O'sha tekshirib turadi. Oziq-ovqatda ishlaydigan odamlar tekshirib turadi. To'ysan majburiy nechadir oyda ichida bir marta borib tekshirib turadi. Shu bitta poliklinikani gaplashgan, masalan, o'sha yerga borib tekshiruvdan o'tadi. Yarim yilda birmi shunaqa. 6 oyda bir, 6 oyda. Lekin u tish bormi, yo'qmi bilmayman lekin. Tish yo'q ichida. Nima, men siz aytyapsiz, men hayolim kelaveryapti-da, misol uchun deyilgan vazirlik, sog'liqni saqlash vazirligi darajasida ular masalan faqat Amerikada emas, Koreyada qanaqa bo'ladi, ular komandirovkaga boradi, tajriba almashadi, ko'radi, boshqa narsa qiladi. Butun dunyoda, masalan, rivojlangan davlatlarda shunaqa страховка, sug'urta sistemasi borligini bilishadi. Demak, harakat qilib ko'rishganmikan buni kiritib ko'rishga? Menimcha harakat qilyapti. Men oxirgi payt
Mana shu sifrovizatsiya birinchi marta eshitdimda sizlarni paketlar masalan deyapsiz-ku stomatologiya. raqamlashishni ko'raman. Planshet doktorlar planshet olib yurgani yaqinda ko'rdim o'zi. Planshet olib yuribdim. Ha, tez yordam keladi. Anamnez yozsa shu background chiqib kelyapti, to есть. Zo'r, u Nima yaxshi bo'lgan? yaxshi narsa. То есть uyga kelgan odamni planshetga yozsa, o'sha yerga yozib ketyapti, to есть daftarga yozib ketayotgan, men palonchini tekshirdim, palonchi kelgan. Planshetga yozyapti danini, planshetda to'g'ri bo'laveradi ertaga, как daftarchada. Ertaga boshqa doktor kelib ochsa ham unda ko'rib turibdi-da, ba'zi qanaqadir menimcha единый baza qilyapti. Body kamera ham berib qo'yish kerak. Bu yaxshi. Bu yaxshi. Keyin masalan nimada million degan kasertda yana tez yordam kech keladi deb prikol qilibdi. Endi uni bilmadim, lekin men necha marta masalan chaqirib ko'rgan bo'lsam, o'sog'i 10 minut, 15 minut keladi, lekin bor. Demoqchiki, yaxshi Oldingan- oldinga nisbatan ancha Ha, o'zgarish bor-da. O'zgarishlar yaxshi bo'lyapti, harakat qilyapti, lekin biz odamlar ham yordam berishimiz kerak. Faqat yomon tomonini o'ylasak, o'zimiz ham harakat qilishimiz kerak. U siz aytayotgan chiqyaptimi? Da, u juda ham zo'r. Masalan, biz u yoqda ham o'sha programmalar bor. Hammasi programmalashtirilgan. Sizni ism familiyangizni kiritsa, siz chiqib kelasiz. Sizda qanaqa muammolar bo'lsa, ko'rsatib turadi. Ha. Yo, boshqa rivojlangan mamlakatlarda ham bor. Hozir endi o'sha narsa bo'ladigan bo'lsa, o'sha tizimni stomatologlar uchun ham yaratib, masalan, faqat bitta narsa emas. Aytsa yaratib bersa, hozir ko'p o'shanga pul to'lab, o'sha bilan ulab qo'yadi. Deylik, bizning oldimizga yosh qariyalar keldi. Qachondir ko'ringan bo'lsa, biz ham kompyuterga ism familiyasini kiritsak, undagi masalan qon bosimi yoki qaysidir dorilarga allergiyasi borligi, qandli diabetlar borligi. Ha, qilsa bo'ladi bu. Tibbiy karta Pensionerdiki bo'lsa, masalan, xususiy klinikada aytish doktor pensionerni tishini tekshirsa, u yerga borgan bo'lsa, pensionerga bepul qarash kerak-da. Qanchadir narsalarni masalan paketi bor, pensioner qilsa bo'ladi o'sha. davlat anaqaga xususiyga to'lab berish kerak, допустим. Menimcha o'zi bor emasmi shunaqa narsa? Yo'qmi hozir? Men birinchi Faqat poliklinikaga bor desa kerak-da. Poliklinika endi tibbiy daftarcha bo'ladi-da, shu uchun bor u yerda. Ha, keyin biz ham Tibbiy o'shanga klinikasi qarab bor. ko'rib, ha, sizda mana bu dorilar mumkin emas ekan. Yana Elektronika o'tish kerak-da. xizmat sifatiga ham ta'sir qiladi. Plus siz masalan qaysidir joyga Doktorlarga ham. borganda, masalan qaysidir klinikaga borsangizda, короче, bu o'sha kartaga qaramasa, siz hayron qolasizda. Masalan, bu karta faqat litsenzirованный klinikalarda bo'lishi mumkin-da. A u masalan litsenziyasi bo'lmasligi mumkin. Mana sifat nuqtai nazaridan ham e'tiborga zo'r narsa. Uni qilsa bo'ladi, masalan, davlat shu vazirlik doktorlarga planshet tarqatish kerak prosta. Yoki bo'lmasa частный Единый firma sistema bilan qilish kerak. anaqa bizlarda bitta yomon narsa bor, davlat tashkilotlari faqat bitta tashkilot raqamlashtiradi. Bitta kompaniya. U bo'lmaydi-da, masalan. Qiynaladi. Ha, bitta Qiyinda, ulgurmaydi-da. ulgurmaydi. Ulgurmaydi. Mingta davlat tashkiloti bor. Ular hammasiga qaysi biriga U ulguradi. uchun o'sha Uni ham masalan startaplarga bersa, bitta startap shunday chiqadi ertaga. Planshetni o'zi planshet tarqatadi. Shunday hamma sizga planshet doktorga o'zi olib borib beradi. Shunday bitta Tanlov o'tkazib bir oy uzoq 1 yilda butun даже bitta viloyat полный sifrovizatsiya qilib tashlaydi masalan. Startaperlarga mo'g'ida ko'radigan. Yo, startaperlar jon deb qiladi. Dostуп yo'q, API yo'q. lekin men hamma narsasini ishlab chiqaman, tayyor turibdi. Ya uni O'sha bitta keti- masalan siz qiling ertaga, hozir o'sha masalan kimdir ko'rsa ham u juda yaxshi narsa. Birinchi oldindan to'lab qo'yasan-da, keyin yilda 2 marta borib praktika zo'r ideya, как zo'r biznes model O'sha ishlaydi. davlat ishxonalari bilan shartnoma qilib olsangiz ham bo'ladi. Ha. O'sha bez sug'urtasiz o'zingiz tizimlashtirsangiz bo'lar ekanda. O'zingizga o'zingiz qilsangiz ham. Просто Endi sug'urtachi ularni- pulolmaydi, налогchi pulolmaydi. Ishlab chiqsa bo'ladi. Bu sekin-sekin главный narsa jamiyat o'zi o'rganib, ya'niki xalqimiz o'zlarini tibbiy madaniyatini oshirish kerak. Ozgincha o'ylabgina. Stomatologlarga bizga masalan noo'rin savollar berishadi yoki qildirishni xohlashmaydi, lekin o'sha narsani bizga bu pul ishlamoqchiman ustimdan degan ma'noda aytadi. Lekin muammo kattalashib yo'qotilgandan keyin baribir o'sha stomatologga u bo'lmasin, boshqa stomatologga borib yaxshigina cho'nchagiga pul to'lab ketadi. Chunki xirurglarimiz, implantologlarimiz ochiq aytish kerak, yaxshi ishlashadi. Chunki implant bilan ishlaydi. Katta ishlarda kattaroq summa bo'lishi mumkin. Murakkab ish. Murakkab ishda u murakkab ish aka. Shuni hisobiga
xalq o'zlari kontrolda olib, nazorat qilib, oldini olsa, o'sha 60-70 ga ham kirib, bemalol o'zini tishi bilan yura oladi. Baribir o'zini tishi yaxshi odamni. O'zini tishiga yetmaydi, ha. O'zini tishi baribir funksiyani bajarib turibdimi aka? Ovqat yaxshi chaynayaptimi? Siz kulib turibsizmi? O'sha narsani o'zi sizda Qaysi stomatologga borsangiz ham oldirma deydi, davolab bo'lsa agar oldirmay qo'yaver deydi. hali ham bizani stomatologlar yaxshi mahoratli. Da mayda ayblar bo'lishi mumkin, kichkina detallar bilan. Lekin u risklarni bizada yo'q, rivojlangan mamlakatlar hammasida bor, bemorga oldindan qo'l qo'ydirib oladi. Если что, mandamas ayb deb qo'yadi. Yo'q, endi bo'lishi mumkin. Masalan, bir ikkita keyslar bo'lgan. Stomatolog ham u yoqda katta summada o'zini sug'urta qilib oladi. Katta summada. Ha, xato qilib qo'yish anaqa. Endi masalan, lissoviy xirurgiya ishlari, qonli ishlarda ozgincha murakkabroq. Boshqa risklarni bemalol o'zlari o'qib, mana bunaqa bo'lishi mumkin ekan, og'riqlar bo'lishi mumkin ekan. Oddiy narsani aytaman sizga. Xalqimiz juda ko'pi o'z tishlarini oddiy chiska qildirishni xohlashmaydi. Tozalatish. Bu xuddiki ularda meni jalb qilyapti yoki meni tishim чувствительный bo'lib, sezuvchanligi yuqori bo'lib ketdi degan ma'noda tushunishadi. Tishlarda, og'izda, milkda muammo ko'p bo'lgandan keyin bu tabiiy ravishda qabul qilinishi kerak ma'lum vaqt. Suyak ham cho'kadi, milk ham cho'kadi, keyin tishlar qimirlab qolishi mumkin, yo'qotilishi ham mumkin oxirgi darajalariga borib. O'shuning uchun hamma narsani oldini olishsa, sekin-sekin summa. Hozir kimda katta muammo bo'lsa, oyligidan summa ajratib, har oyi hech bo'lmasa qilib olish kerak. Rivojlangan mamlakatlarda yakshanba kun, shanba kun deyarli ishlashmaydi. Bizda agar ishim vaqtim yo'q deysa, shanba yakshanba borib o'sha narsalarni qildirib olib, ketma-ket hammasini tugatgandan keyin butkul mayli 1 yilda bir marta borib tursa, katta muammoga uchramaydi. 60-70 ga kirganda ham o'zlarini tishi bilan bemalol chaynab yura oladi-da. Hozir bor. Ko'ramiz. Mana o'sha birinchi marta 2021 intervyu qilganimda o'zimni tishim deganlar ham bor yoshi kattalar, lekin u hammada bo'lmaydi. Hammada bunaqa saqlab qolinmaydi. U genetik kuchliroq bo'lishi mumkin. Lekin baribir gigiyenani ushlab, oddiy chiskalarni qildirib yurib, kichkina karislarni vaqtida plombalatib yursa, bu davomiy bo'ladi va katta summa ham o'ziga yuk bo'lmaydi. Hozir realni tushunaman men uni. Oylikdan 2 barobar qimmatda o'sha ishlarni qildirish kerak edi. Lekin maksimal darajada qildirib, keyingi avlod uchun biz xulosa chiqarishimiz kerak. Agar xulosa chiqarmasak, bu narsa davom etib ketaveradi. Qachondir to'xtash kerak-ku. Bizning pekimiz bor, rivojlangan mamlakatlar qatorida yursak, men o'ylayman o'sha narsa bo'lishi kerak. Bo'lishi kerak, albatta. Eng pik nuqtasi shu-da. Tish masalan, men bilan juda muhim ham. Juda ko'p odamni ujrayot tillatish qo'yish hozir kamayib ketdi menimcha, ko'rmay qoldim. Tillatishi boradi, aniq masalan. Aslında bilinib turadi. Juda ko'p tillatish qo'ydi. Tomosha o'zi kulsa tillatish. Juda tillatish ketadi. Juda ko'p odamni masalan hozir ham bor bizlarda. Menda даже uydagilarda ham aytadi, ikkita tish qo'ydirishim kerak, buncha tish qo'ydirishim kerak, oldindan biladi. Lekin aniq qo'ydirishim kerak o'sha. Tamom bo'lgan chunki shunaqa. Tillatish o'zi qayerdan paydo bo'lgan? Bunga trend bizada. Bu ham sayus paytidan qolgan, o'zi eskilar shunaqa. Hozir qashti kamayib. Hozir hech kim qo'ymaydi. Qaysi boshlang'ich nuqta bu chiroyli degan odam kim bu boshlang'ich nuqtasi? Tilla odam sog'lig'iga foydali deyishadimi, shunaqa. Tepa shunaqa gap. Mayli, men shunaqasini eshitganman. O'zimiz mahalladagi qaysidir ayol kimdir doktor kasal rakmisan, nimadirsan degan, borib tillatishini sotib kelganda kayf qilib yashaganda qancha turibdi. Keyin o'lmagan hamda. Bu noto'g'ri aytgan bo'lganmi, bilmayman, xullas. Ko'pi shunaqa, o'lsa ham tillatish u realniy tilladan bo'ladi. Yo'q, realniy tilladan bo'ladi. Men o'yladim, qanaqadir tillani kam miqdori bo'ladi unda. Ustiga yurgizib qo'yadi o'ylagan. Chisa tilla bo'ladimi tillatishlar? Quyma bo'ladi. Yo'q, nech puli bo'ladi u? Qimmat bo'ladi-da. Yo'q. O'sha paytda bilmayman, boylikda ham qanaqadir belgisi bo'lgan menimcha. Arzon bo'ladi.
hozir ham qo'ydirib beraman. Arzon bo'ladi, implantdan Qimmat, arzon hozir- bo'ladi menimcha. implantdan arzon bo'ladimi tillatish? Lekin hech nima sezmaysizda u tishda, to'g'rimi? Gramini ichib bo'ldi tillani. Endi tilla hozir ishlatilmaydi. lekin. Tillamni tishlasangiz tishlanib qolib ketadi, u qanaqa bo'ladi? Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Ya, endi o'sha tishga moslab yasalgan. Probasi bor aka. Ha, probasi. Probalari bor. Qattiq bo'ladi. Nisbatan shunaqaroq. Hozir lekin juda kamayib ketdi. Endi Yo'q, tish bu- ko'rmay qoldim. Kimdir tilatish qo'ydirganini masalan. Yana bitta anaqa siz aytyapsiz, so'ramoqchi bo'lganim, Amerikadagi o'zbeklar bor-ku, ataylab tishni davolatgani O'zbekistonga keladi-da. Bu ularda anaqa sug'urta nimasi shakllanmagandanmi yo nelegal ko'pligidanmi aytdi o'zbeklar? Yo'q, nelegal emas. Siz legalni yashasangiz ham sug'urta olmay yashay olasizda. Nimaga значит Ha, madaniyatimizda yo'q o'zi, bizda u yoqqa borib turmaydi. O'sha uchun, o'sha narsada. Majburiy tibbiy sug'urta yo'qmi? Yo'q. Majburiy emas Yo'q. hech qaysi sug'urta. Yo'q, hech qaysi davlatda majburiy degan narsa yo'q. Ha. Faqat Yaponiyada ozgincha turtki berib yuborishgan ekan. Majburiy tibbiy sug'urta bo'lish kerak aka. Ishga kirish uchun majburiy tibbiy sug'urta. Endi davlat Yo'q, ishxonalarida shunaqa davlat deyishdi. ishxonalarida aka. Kasni ham olmaydi aka. O'qishga, universitetga topshirsangiz ham даже sug'urtani pulini to'lashingiz kerak. Yo'q, siz to'laysiz. Davlat ishchi xodimlarida hammasida bo'ladi. O'sha uchun ham mana ishlamay yurganlar ham ko'p-ku. Masalan, qanaqadir kompaniya yoki restorantingiz bor, siz yuritadigan. Aksiyant Deylik, ishlaydi kimdir. masalan, ha. Понятно. Boshqa masalan ovqatlanish nimalarida zonalari bor. Ular ham borib taksistlar qidirib olsa ko'p. bo'ladi. Prosta qimmatga O'zida kelib davolanib sotib ketadi. Ha. Shunaqaroq. Nu katta nimalarda hammasi. Ular aytyapman, odatiy ular uchun bu madaniyat. Ha, borishim kerak bo'ldi. Shu vaqtga keyingi 6 oyga o'zini qo'yib qo'yadi. Keyin menejer, klinikani menejeri o'sha yaqinlashaversa 3 kun oldin boshlaydi. Sizga SMS yuboraveradi. Kelasanmi o'sha vaqtga deb. O'zgartirmoqchi bo'lsa-da, o'zgartirib beradi. Qanchadir 1-2 kunga surib beradi. Ha. Chunki hammada har xil-ku. Nimada ham Mr. Binda bo'lardi. Qaysi bitta seriyasida seshanba soat 2da tish doktori deb dentist yozib qo'ygan bo'ladi. Keyin tish doktoriga boradi. Shunaqa o'zi. Yozib qo'yilgan bo'ladi, deb. Endi eslatib turadi-da. O'zbeklar hayron qolganman-da, bo'lmasa Amerikadan kelib. Da, kelishini Nima keldingiz-da, tishim davolatib ketaman. kelishini aytadigan bo'lsak, sug'urtasi borlar ham kelgan. Muammo katta bo'lgandan keyin uni sug'urtasi qoplab bermaydi hammasini. Ha. U faqat aytdim-ku, oldini oladi, yoki qanchadir qismini qoplaydi. Ha, kelib implant qo'ydirib ketadi ko'pchiliklar. Bu anchagina qulay. Ha. Shtatlarga qarab o'zgaradi. Masalan, Amerikada bitta implant qo'ydirish $7,000 ga tushadi. $7,000? Bizda 7 millionga tushadigan narsa bitta dona. Bitta dona. $7,000 mi? $7,000 bitta og'iz remont qilsa bo'ladi O'zbekistonda. Yo'q, endi buni O'zbekiston bilan solishtiramiz. Hozir siz shunday deyapsiz, lekin bizani agar ko'rib turganlar bo'ladigan bo'lsa, Amerikani oyligi bo'lsa biz ham to'laymiz deydi. Lekin qiziqib ko'rishsin, Amerikada davlat ishchilari necha pul oylik olyapti ekan. $7,000 borku, o'sha 2 yil oldin podkastda ham eshitganman. Yana eshitib, yana hayron qolaman. O'shanda ham aytdim, bilasizmi? Yana 1-2 yildan keyin shuni aytsangiz, o'shanda ham hayron qolaman deb aytdim. Bizda unday emas, lekin qiziqib solishtirgan bo'lsa-da, lekin ular oldindan rejalashtiradi. Demoqchi bo'lganim, ularni implant qo'ydirish nimasi kamroq. Qiyin ishlar, qiyin sложный ishlar kamayib ketaveradi. Qancha o'zini borib stomatologga ko'rsataversa, muammolarni tezroq bartaraf qilaversa, katta muammolar kamayadi. Bizda faqat og'riq, tish olish, shuni hisoblagan, uni o'rnini to'ldirish kerakmi? Ovqatlanishimiz kerakmi? Majburmizmi? Tushunchimizda pulimiz bor bo'lgandan keyin u yoq-buyoqqa, yon atrofga qaraymizmi? Kesin borishga harakat qilamiz. Lekin o'sha narsani oldini olsak, arzimagan summalar bilan bitib ketadi. 90% dan oshiq odamda O'zbekistonda milk kasalliklari bo'lsa kerak. Balki undan ham yuqorida. O'sha tishim qonaydi deydi. Bu tish qonashlarini yoki tish toshlarini qanaqadir reklamli tish pastalari bilan ketkazib bo'lmaydi akalar. O'zi unaqa hammasi bu siz shunchaki tishingizni gigiyenasiga rioya qilib, har 6 oyda muammoni bartaraf qilib yursak, bu o'zi tish pastani og'izdagi holatiga qarab, tishlarning holatiga qarab, milklarning holatiga qarab stomatolog tavsiya qiladi. Любой men chiqib Colgate reklamasiga deylik chiqib
karesdan qalga himoya ishlating, qiladi. karesdan himoya qiladi. Yo'q, akalar, unaqa emas. Bu himoya qilish degan narsa просто odamlar o'ylaydi, ha bo'ldi, menda yo'q. Kares og'riqsiz jarayon boshlanadi, og'rimaydi. Keyin u dori ichib surunkaliga o'tib ketsa, yana og'rimaydi bu. Keyin majbur bitta tish yo'qoldi, necha yildirdir ichiga. Oddiy aytdim, o'sha narsa uchun chek qilinadi, boradi, tekshiradi. Momolarni sekin-sekin qildirib ketaverish kerak, kichkinaligidan. Bu shunda siz 7 yil, 10 yildagi summani arzimagan summaga bugun qildirib olgan bo'lasiz. Faqatgina pul sarflashimiz kerak o'sha narsaga. Endi men hozir stomatologga pul sarflashni nima bilan solishni bilmayman-da, chunki nima bilandir solishtirsa, mana bu bilan solishtirsa yoki ovqatlanish bilanmi, sartaroshga soch oldirish bilan nima bilan solishtirishni bilmayman, to'g'risida. Soch oldirish ham hozir Toshkentda o'rtacha 100 ming desangiz ham har oy boradi-da odam. Har oy emas, har haftada. 2 haftada-da, 2 haftada desangiz ham qancha pul ketadi? Bu tasavvur bir yilga 1 milliondan oshiq sartarosh ketyapti. Buni o'sgani sizga anaqasi yo'q, ziyoni yo'q. Yana boshqa jihat ham bor-da. Bu yerda faqat biz profilaktika haqida gaplashamiz, ya'ni davolash emas. Davolash hamda qimmatroq, profilaktika arzonroq. Lekin nimaga odamlar sartaroshxonaga boradi? 100 mingga har 2 haftada profilaktika bormaydi. Chunki sartaroshxonaga hamma boradi-da. Aytmoqchi bo'lganim, ijtimoiy nuqtai nazardan masalan, men ishxonada o'tiribmanmi, 10 kishi boradigan bo'lsa, men ham qo'shilib boraman. To'g'ri aytsan. Bu narsa bizda juda nima bo'lib ketgan. Maktabimda 10 ta bola boshlasa, men ham boraman avtomatik. Muhim emas u. Va televizorda qo'ysa, qo'ymasa. Shu tomonlama rostdan ham qarash kerak. Meni krugimda 5 ta bola boryaptimi? В смысле, men ham bormayman. Sartaroshga borib televizorda propaganda qilmaydi-ku. Ha, sartaroshga borib propaganda qilmaydi. Qarayman, masalan, bugun Ziyod sochi oldirib kelgan. Uni sochi olingan turibdi, meniki patay bo'lib yotibdi. To'g'ri. Avtomatik men ham boraman. Shu narsani sekin-sekin o'sha bizdan keyingi avlodga, bog'chalarga ko'proq tadbirlar uyushtirib, maktablarga ko'proq tadbir uyushtirib, har yarim yilda maktab bolalarini olib ketib stomatologga bilmayman, qiziqtirib ularni. Masalan, qo'rqinchli emasligini ko'rsa, ular ham nimadan yoshligidan qo'rqib Albatta. Men qo'lim bog'lashgan, men esimda jag'ishimni olguncha bolaligimda. Men yoshligimda travma bo'lib qolgan, borganman, zubnoyda yotibman, yonimda bitta amakini tishini omburni nimadir bilan sug'urganda, shundan keyin chiqarganman. Qirsillagan, sindirib. Yo'q, hozir u baqir yotibdi, bir 40 dan oshgan erkak. U bolaligimda unda ukol ham qilmaganmi bilmayman, qo'rqib qolganman. O'sha uchun-da qo'rquv ham bor bizda. Buni ham tan olishimiz kerak. Chunki o'sha vaqtda oxirgi 10 yillikda juda ham tez o'sganmiz. Boya aytdingiz-ku, endi savolingizga qaytaylik, boyaga keyin davom ettiramiz. Amerikadan nimaga kelyapti? Biza stomatologlarimiz dunyodagi xohlagan stomatolog bilan raqobat qila oladi. Da, to'g'ri. Ularning texnologiyasi oldinda, ularni ishlab chiqqan narsalari oldinda ishlash nimasi bor-ku, mahorat. Mana sizning og'zingizda, shaxsiy mahorat. Tishlar bilan qanaqadir plomba, nerv udaleniya, estetika, venerlar premium klassda ishlab bera oladi. Bemalol. Birga bir ishlab beradi. O'shani Amerikada ham o'sha narsani qildirish mumkin, Yaponiyada ham borib o'sha narsani qildirish mumkin. O'zbekistonda ham kelib o'sha darajada ishlab bera oladi. Qo'rquv bo'lmaydi ularda. Qozog'istondan ham kelishashi kerak. Stomatologlar turizm ancha kuchaygan. Meni ham klinikam juda kelishgan eshitganman. Shunaqa. Qozog'iston bizdan ancha baland narxda ishlaydi, chunki juda ko'p kelib O'zbekistonda tishlarni qildirib ketishadi. O'shuning uchun bu narsani kiritib olib, deylik, birinchi yili hozir 38 million bo'lsak, birinchi yili shu narsani birdan joriy qilib, birdan hamma joyga aytib, targ'ibotlarni kuchaytirib, profilaktalarni kuchaytirib shuna boshlasa, kamida 10 million odam o'sha birinchi yili o'ziga borgan bo'ladi. Faqat bitta klinika emas, o'sha kim ishlamoqchi bo'lsa, o'zini talablarini shuna qo'yadi, klinika oldiga qo'yadi. Rozi bo'lsa, xohlasin o'sha ishlab chiquvchilar narxlari bilan o'zini narxini olib oladi-da. Qarab o'shanga qarab ishlaydi и telefon qiladi so'rtasiga. Menda shunaqa tishim og'rig'i bor. Birinchi ulanib olgan yoki o'zi joylariga qarab. Keyin u aytadi, mana bu yerda mana bu klinikada bor yoki mana bu klinikada bor, ro'yxatini berishi mumkin. Ular ko'rib berishi mumkin. Sen qaysi manzildasan? Ha, men Chilonzordaman. Shunday qaraydi, yon atrofingda shuncha klinika bor. Demak, sen shu klinikaga borib ko'rinishing mumkin. Boradi, ko'radi. Shuna momoni kiritib qo'yadi. Momolarni nima
u bemor bilan nima ishlar amalga oshirildi yozadi, sken qiladi, bemorni hujjatini ichiga tiqadi, sug'urtaga jo'natadi. Sug'urta uni ko'radi, agar katta ishlar bo'ladigan bo'lsa, даже rasm ham so'raydi. Sug'urtaning qo'lida nima bor-ku? Summalar. Pricelar turadi-da, deylik, price bilan ishlasin. O'sha narxlari qancha? O'sha klinikani narxi bo'yicha o'sha qilingan ishlarni summasini beradi. Keyin sug'urta bularga pul o'tkazib beradi. Yosh bolalar bilan ishlasa, yosh bolada ko'p narsani tekin qilib qo'yish kerak baribir bolalarga. Faqat bolalar bilan ishlaydigan specialistlar bo'lishi mumkindir, qimmatroq. Lekin bolalar bilan baribir, masalan, kam ta'minlangan oilalar degan narsa bor. O'sha hozirgi ishini poliklinika qilyapti-da. Lekin poliklinikani biza bolalarga ko'p narsa bepul hozir ham. Lekin poliklinikaga biz material yetkazib bera olmasak, u yaxshi xizmat ko'rsata olmasa, u kanishda u o'zini yonidan ishlaversa, u ham ishini yaxshi. U ham ishini boyagida qiladi-da. Chunki nimadir yetmay qolishi mumkin-da, nimadir bo'lib. Shu tomonlari bor. Yo, bu ustida masalan ishlanguncha siz aytgandaqa qilinsa yoki masalan baribir ekspert bilan hamkorlik qilinsa yaxshi-da. Biz ham targ'ibot qilamiz, targ'ibot yaxshi ko'rishadi-yu. Targ'ibot qilamiz deb 10 milliard olib, litseyga borib, 100 ta bolani majburan olib kirib, ikkita plakat ilib qo'yib, butun O'zbekiston bo'yicha 1 yil shunaqa aylantirib, mana targ'ib qildik deb o'tsa, bu yomon-da, lekin. Masalan, juda ko'p meditsinskiy yo'nalishlarda, bizda ham litseyga kelishardi-da. Har xil masalalarda yig'ardi majburlabdi. Hammani bitta xalatda birat o'tirardi. Direktor o'zi 2 soatlik yig'ilish, 1 soatida direktor chiqib gapirardi. Ana aka gapirsa 10 minut yo gapiradi yo gapirmaydi, keyin ham direktor chiqib gapiradi. Mana shunaqada. Ikkita plakat qilingan turadi. Javob butun O'zbekiston bo'yicha o'sha o'tkazilgan, 2 katta mablag' ajratilgan bo'ladi, o'shanga. Shunaqa qilinmasa, siz aytganda qilinsa yaxshi. Bu uchun spetsialistlar ustida ishlash kerak, полноценный. Bizda volontyorlik ham shakllanishi kerak menimcha. Shakllangan hamma narsa bor, faqat anaqa xohish, tizim kerak. Bitta ozgincha turtib yuboradigan bo'lsa, PR ham, volontyorlik ham, tizim qayerda nima deydi, doimiy ishlab turadigan narsani atrofida yo'nalish qo'yib bersa, qo'shilib ketaveradi hamma. Masalan, o'sha volontyorlik ham masalan bitta stomatolog o'zi ishlashni qila olmasligi mumkin-da, ularni yig'adigan plashatka ham kerak-da, hammasini. O'shani tish doktorlari uyushmasi bormi? Telegram kanalda gruppada bor, nechtadir biz case tahlil qilamiz ko'proq. Hozir imенно men Telegramda misol qilib aytadigan bo'lsam, даже Amerikada borganimda men kuzataman ko'p. Bir 40 dan ortiq O'zbekistonda kanal bor deylik. Hammasida dentistlar yig'ilgan. Odatda caselarning tahlili bo'ladi. Ya'niki post ishlarni tashashadi. Kimdir ko'rib rivojlanadi, leksiyalar bo'ladi har hafta hozir. Mana shunaqa qilib xalq ichiga kirib, biza bu yoqda o'zini ustida ishlaydigan nima yangiliklar, nima qilsa nima bo'ladi, nimalar kelibdi, qanaqa qilibdi, kuchli lektorlar chiqqan hozir. Ular yana o'rgatyapti. Demoqchi bo'lganim aka, bizani stomatologiyada O'zbekistonda deyarli muammo bordir. Juda ham kam. Doktorlarda. Personalizm yaxshi ketyapti. Masalan, to'g'ri, siz boya aytdingiz, Amerikada boshqa muammosi bo'lsa, boshqa operatsiyaning muammo bo'lsa, O'zbekistonda kelib qildirmasligi mumkin. To'g'rimi? Lekin stomatolog uchun keladi, chunki ishonadi. Bizning stomatologiyamiz juda yaxshi rivojlangan. Rivojlanib ham ketyapti, bundan keyin ham rivojlanadi. O'sha eng oxirgi 3D printerlar bor, ishlashyapti. Zo'r. Faqatgina o'zimiz ham yordam berishimiz kerak. Borib o'sha har oyiga qanchadir summamizni, masalan, biz niyat qilamiz, qayerda sayohat qilish uchun pul sarflaymiz. O'sha biz ham o'sha sayohatga ham birdaniga boyagida qo'yamiz. Xuddi o'sha tipda bizga ham qarab, faqatgina kam summaga to'lab borib shu ishlarni amalga oshirish kerak. Tavsiyalar ham bor, lekin shu pul beradi, grantlari bor, masalan, aholining salomatlik tibbiy madaniyatini shakllantirish bir narsalar degan tashkilotlar bor, lekin fondlar. Fondlar bor. Kanal ham bo'lsa kerak. Instagramlari ham bor, masalan. Tibbiy yoki
Yo'q, afsuski yo'q, chunki masalan oddiy pul bilan bog'liq narsani shakllantirish, masalan, moliyaviy savodxonlikdir va rivojlantirishda markaziy bank bor, banklarda regulyatsiya qiladi. Shunaqa unga masalan berilgan bitta funksiyasida borda, masalan. Menimcha Sog'liqni saqlash vazirligini ham qaysidir funksiyasi точно bo'lishi kerak. Bor. Targ'iboti bo'lishi kerak. Aytaman, u plakatlar bilan chegaralanib qolganda, просто plakat qilib qo'yishadi qayerdadir, ora-orada kichik videorolik qilib turishadi. Ular ham rasmli aniq отчет topshirish kerak edi. Anu onasini emsin degan narsa ham qilishuvdi-ku, o'sha ham menimcha shunaqa targ'ibotlar edi. U yaxshi ketdi. Onasini emsin prям o'zini ma'nosida. Tipo bola onasini emish kerak degan bilan boqish kerak degan. narsa onasini O'shani emish san degan targ'ibot video qo'yish. Mana shu eng oxirgi menimcha O'zbekiston tarixidagi eng yaxshi tibbiy propaganda targ'ibot anaqasi bo'lgan bo'lsa kerak. Eng kreativ. Chunki hamma ko'rdi-da uni, prям nimada plakatda katta onasini emsin turibdi. Nima deyapti ekan deb, nima ekan deb qaradi hamma. Keyin men ham birinchi nimani reklama qilyapti ekan deb o'yladim. Keyin qarasam, yo'q, boshqa narsa ekan. Profilaktika bo'yicha aytgan narsangizni qo'shilaman. O'zim har safar birorta stomatolog bilan gaplashib qolsam, sog'lig'im esimga tushaveradi. Masalan, men tekshirtirmaguncha bilmaganman-da. Menda misol uchun $1000 atrofida qilinadigan ish bo'lganda, ito arzonlashtirilgan holatdagisida, bo'lmasa 1,5-2 ming bo'lib ketardi. Men uchun bu birinchidan kutilmagan xarajat, voy deysizda, o'sha paytda o'ylaysiz. Lekin rostdan masalan doktorga borish kultura yo'q-da aka. Oriydi. Siz hozir shu summani aytdingiz. Shu summani siz yoshligingizdan boyagidek qilib nazoratda bo'lganingizda buncha summa ham chiqmagan bo'lishi mumkin yoki shu summa tishni yuvish qutqarmas mayda ketgan bo'lib sizga bilinmaydigan holatda ichishlaringiz ham sog'lom turgan bo'lishi mumkin. Tishni yuvish qutqarmas ekan, karisdan ham boshqa narsadan ham. Просто har kun yuvib borish ham. Boshqa sabablar ham bor-da. Bizda tishni shirinlik, faqat yuvish og'iz bo'shlig'ini 60% ni tozalashi mumkin. Undan boshqa ham tozalovchi vositalar bor. Floss iplari bor. Shu avval ham gaplashdik. Bulardan Amerikada so'raydi. Har kuni tish yuvyapsanmi deb boladan ham, kattalardan ham. Floss qilyapsanmi deb so'raydi. Qilish kerak, tozalash kerak, tishlarning kontak orasini sho'tkamiz olmaydi. Apalaskavatorlar bor, o'sha og'iz chayish uchun maxsus nimalar. Ular bilan chayib turish kerak. Bular keyin genetikaga qaraydigan bo'lsak-da, genetikada ham ayrim insonlarni tishi slabroq bo'ladi. Ya'niki karisga moyilligi, tez yemirilib ketishi holatlari ham bo'ladi. Lekin gilam bosh narsa baribir gigiyena. O'sha tish chiqishdan boshlab, 6 yoshdan boshlab doimiy tish chiqsa ham, lekin 11 yoshida ham og'izda sut tish bo'ladi. Ayrimlarda 13 yoshida ham og'izda sut tish bo'ladi. U sut tishi tushib ketadi degan og'izdagi bolamni sut tishi tushib ketadi. O'rnida yangi chiqadi. Unaqa demasligimiz kerak. Mana shu narsa ham yomon. Shu narsani ham yo'qotishimiz kerak. Bolani sut tishi tushib, o'rnida yangisi chiqadi. Mayli. Hech narsa qilmaydi. Yo'q. O'sha tishni boshlandimi, sirazu ko'rsatish kerak. Buning uchun biz har 6 oyga borib ko'rsatib tursak, o'sha muammoni kichkinalik payti hal qilib olgan bo'lamiz-da. Keyin o'sha tishlar, sut tishlar o'z vaqtida tushib, ajiba, ko'pincha orqada boshqasi chiqqanda keyin qiynalib tushib mashqa bo'ladi-yu. Shunaqa tishlarni boshqa muammolari paydo bo'lishi mumkin. Yangi ham sut tishlar ham o'z vaqtida tushib, doimiy tishlar ham o'z vaqtida chiqishi kerak bo'ladi-da. Sut tishlar tusha olmay qolishi mumkin yoki erta tushib, uni o'rnidan doimiy tish chiqqan vaqtda qiyshiq chiqishi mumkin. Shunaqa ko'p narsalar bor, faqatgina biza oldishim farzandlarimizni olib yetaklab borishimiz kerak. Tepa ularda rag'batlantirish sifatidami nimadir qilishimiz kerak. O'zimni yetaklab borishni hozir o'rgan olsam, shu podkastdan keyin masalan men chet el kinolarida, mashhur seriallarda ham почти hammasida ertalab yoki kechqurun tish yuvayotgan sahnasi bo'ladi. Hammasida. Bu narsani yozib ham chiqqanman. Bizlarda hammasida bor. Hammasida bor. Kirasiz. Hamma mashhur serialda. Bizda yo'q. Bizda yo'q. Eng qizig'i bolalarini ham uxlashidan oldin kirib boradi. Bizda nima turadida srazu borib choy ichgani o'tiradi-yu. Shunaqa. Ana oradan tish yuvadigan joy yo'q, hech qayerda. Men e'tibor berib qaraganman. Mashhur kinolarda birontasida yo'q. To'g'ri.
yozib ham chiqqanman shu narsani. Ular ham yordam berish kerak-da. Bu ular uchun oddiy bir narsa-da. U ko'p vaqt ketmaydi bu narsaga. Shu eshikdan chiqish vaqtini shu kirib tish yuvishga ham qilsa bo'ladi. Odamlar uchun bu tayyor oyna-da, kimdir ko'radi u narsani. Turgan payti ham kiradi-yu. Qorni och bo'lsa ham kofe ichmay, lekin tishini yuvib ketadi keyin. Обязательно. Nima Mr. Binda ham o'shanda yana yashadi. Yo'lda ketayotganda tishini yuvib ketadi. Yo'lda mashina ichida yuvib ketadi-yu. Oddiy multfilmlarda ham shunaqa. Da boshqa nimalar ham bo'lishi mumkindir, lekin multfilmlarda ham даже nimadir hayotiy o'ynayapti, unda bu narsalar kiritib ketilgan bo'ladi. Bu aytganingizdek o'sha odamning resursi, ishchi kuchi resursini maksimal foydalanish uchun hamma narsa qilganda maksimal ishlataylik, ko'proq sog'lom jamiyatdan sog'lom ishchi kuchi yuqori bo'ladi-yu, baribir. Sog'lom odam ko'p ishlaydi, yaxshiroq ishlaydi, effektivniy bo'ladi, конечно. Umr davomiyligi zo'rroq bo'lsa, baribir iqtisodiyot uchun foydalidir. Da, deylik sizni tishingizni oldirganingizdan keyin pensiya yoshdan keyin shunaqa boshqa muammolar ham kamayadi. 71 yoshmi hozir o'rtacha O'zbekistonda? 73 mi mana shunaqa. Yaqinda 75 chiqdi prezident. Yaqinda 75 bo'ladigan bo'lsa, bu rivojlangan mamlakatlarda 75 emas, salgina ko'proq. 73 Yaponiyada desam 84. 71dan 73 gami chiqdi, короче, 2 yilga uzaygan o'rtacha umr ko'rish yoshi. Shuning uchun nima deya olamiz? Baribir oldindan boshlash kerak. Biza shu narsaga erisha olmadikmi? Xulosa qilaylik. Bizdan keyingi avlod uchun sharoit yarataylik ularga. Ular biza qilgan xatolarni takrorlamasligi kerak. O'zimiz ham hozirdan siz nima qanaqadir masalan sizda sistemni qarash bor ekanda, shuni hech masalan birorta organga masalan vazirlikka ham yuborib ko'rdingizmi? Yo, bu ustiga ishlayapman. Nasib hal bo'lib qolishi kerak. Qiziq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Hozir hammaga tayyorlab qo'yganman. Xudo xolisa bu yerga tayyorlab qo'yib ketaman. Shuni yo'ldaman. Ochiq aytadigan bo'lsam, shuni yo'ldaman, lekin qachondir shu narsa bo'lishi kerak. Bo'ldi. Bundan ortig'i yo'q. Agar shu holatda bormasak, oddiy xalq sifatida aytaman, stomatolog tushunchani to'ldirib yuraveramiz. Stomatolog nima qiladi? Maza qilib yuraveradi, ishini qiladi, pulini oladi aka. Buni bu gapni biz emas, stomatolog o'zi aytayapti. Men rostdan-da stomatolog kambag'al bo'lib qolmaydi u sistema ishlasa. Конечно. Kam summa keladi, doimiy mijoz bo'ladi. Doimiy mijoz bo'ladi. Hamma davlatdan foyda. Davlat unga profilaktika uchun keladi odamlar. Faqat kasallar bilan shug'ullanib yurmaydi-ku. Katta ishlar sekin kamayadi. Hamma bir-birini poddeshka qiladi. Keyin o'shanga qarab ertaga nechta nima kerak? Stomatolog kerak bizga. O'shancha ishlatadi. O'shancha nima chiqazadi. Endi men boshqa sohalarni bilmayman. Hozir stomatologiyada juda ko'payib ketyapti. Lekin buni ham chegarasi bor-da. Qachondir borib bu nima bilan keta olmaydi baribir. 5000 ta stomatolog bitta shaharda yig'ilib ishla olmaydi-ku. Boya aytganimda, endi men hozir hisoblaydigan bo'lsak, bir 3000 ta odamga yoki 1,5 ming 3000 ta odamga bitta stomatolog da normal ishla oladi. O'zbek nima bo'lganligi uchun. Agar doimiy mijoz bo'lib tursa, bu endi hisoblabsak qancha nima bor, aholi bor. O'shan hamma narsasini hisobga olish kerak. O'sha qishloq joylarda ham hamma narsani hisobga olib, men agar masalan endi davlat ham конечно qarasa, nima qilsa kerak-ku. O'xshamasa masalan просто hozir kalam kelib qoldi-da, ideyam. Butun O'zbekiston stomatologlar assotsiatsiyasi tuzib, NNT ochib. Bormi? Bu so'radim, yo'q dedingiz-ku. Uyushmasin. Uyushma, assotsiatsiya shu. Uyushma bilan tashkilotning farqi bor-ku. Uyushma. Uyushma deganlaringizga men o'shanga nima farqi bor? Hammasi bitta narsa. Endi ochilish shakli sal bilmayman endi. Xo'p. Siqsada masalan hamma stomatolog a'zo bo'lsa, допустим, deylik, nima bor, banklar assotsiatsiyasi bor. Sanaqasining foydasini 1% tashlaydi hammasi. Qanchadir byudjet bo'ladi-da. Shuni nimagadir ishlatadi keyin, deylik. Masalan, bank xizmatlari ommaboplikni rivojlantirishga yoki boshqa narsaga. Bu davlat yordam bermagan taqdirda. O'zlari masalan 1% dan tashlasa ham, deylik, mana daromadni
o'shanga ham o'zlaringiz ham targ'ibot qilsalaringiz bo'ladi masalan. Prям chunki targ'ibotdan o'zi keyin masalan sizga bitta qilib ko'rsatsalaringiz, Men tushunishim bo'yicha siz uchun siz bu yerda stomatologlar olamini pozitsiyasi nuqtai nazaridan emas, xalqdan olgan. ko'proq strategik o'ylab. Ikki tomonda ham o'zi gapiryapman. Ikki tomonda turib ham gapiryapman. Ya'ni Men strategik hech narsani yashirmayman. Bu stomatologlar, hamma stomatolog yig'ilib, o'zi xohlaydigan narsa bo'lmasa kerak bu narsa. Hamma ham pul tashlamaydi menimcha. Men ham endi shuni o'ylab turibman. Siz fuqarolik pozitsiyasidan kelib chiqib, hozir bildiryapsiz. qancha klient ko'payishi shuncha. Klient ko'payishini Keyin tasavvur qilib olganlar. O'sha qildi deylik bu narsalarni. Men o'zim boshlaganman. Masalan, menda yaqinda ham hamma joyga ham nimalar qo'ydirdim. Endi o'zim bu nima bo'yicha maqola ham ishlab chiqdim. Maqolalarni saytlarga berdim. Chiqdi. O'qiydi. Faqat oddiy qarashadi-da. Bu narsani o'sha birinchi navbatda davlat ishchilari kim qayerda ishlaydimi, o'sha narsalarni doimiy qildirib qo'ysa, ishga kirishdan oldin o'sha narsa bor, belgilangan. Madaniyat bilan kim boraveradi o'sha. Ham bu narsada ko'pchilik agar masalan borishni boshlasa, boshqalar ham o'sha Ha. Odat qilish. Deylik bizda mana shu yerdan bitta video rolik ko'rib qoldim. Tipa doktor shu xona resepsiyonda o'tirishibdi, waiting roomda. Chiqyapti. Bitta odam chiqyapti. Ko'rgan bo'lsanglar kerak uni. Yangi kimdir kelib o'tirgandan keyin qolgan hammasi nima? Aktyorlar. Bitta odam chiqyaptimi, o'rnidan turyapti. Keyin u kirib ketyapti. Yana bitta yangi odam kelyapti. Yana u chiqyapti, yana o'rnidan turyapti. Boyagi ikkita yangi bo'ldi. Keyin u ikkita ham o'shaga qo'shilib ketyapti-da, tushundingizmi? Nima shakli. Qolganlar keyin bitta bular kamayapti. Turish kerak ekan deb o'ylayapti-da. Keyin bular bitta kamayib kiryapti-ku. O'sha hamma yangi odam. Oxiriga bitta o'zi qoldi. Oxiridagi odam ham shunday chiqdi. Bu yana o'rnidan turdi. Bu ozginchagina boshlanishini boshlab olsa, bu yog'i ketadi. Bu yog'i ketadi. Faqat stomatologiya qimmat, stomatologiya ham qo'rquvi bor. Stomatologiyani o'sha har xil kasalliklar yuqtirib qolishi, bu narsalar o'sha biz u davrlardan o'tib ketdik. Aytyapman-ku, yangi zamonaviy hamma texnikamiz bor, xudoga shukr. Ishlayapti stomatologlar. O'ziga pul sarflashyapti-da. Shuni hisobiga oylik daromadga nisbatan ozroq qimmat bizda. Men uni ham to'g'ri tushunaman. Chunki talab ko'p-da tish doktoriga. Masalan, bitta tish doktoriga bitta 1 soatiga uchun mana 2-3 ta klient talashib turadi ko'pida. Bunisi bittasini chopib o'tiradi masalan. Unaqa bo'lgandan keyin, конечно, narx baland bo'ladi-da. Stomatologiya yana ko'p ba'zi endi yolg'onmi, yo'qmi bilmayman. Hozir mana tuhmatdagi ham ko'piga duchor bo'lgan stomatologlar. Speed kuchayib ketgan payt. Speed aniqlanib qolsa, qayerdan aniqlansan desa, aytmaydi-ku, aytadi, tish doktoriga bordim. To'g'risida, mana shunaqa gap juda mashhur bo'lib ketdi-yu, speed tish doktordan deb. Masalan, qaysi odam qaysi bit bilan aytadi, speed qanaqa yuqtirib qo'yganini misol uchun. Stomatologga bordim, yoqqa bordim deydi. Tushunsan? Bahonasi demoqchisilar. Mana shu stomatologga boy aytdilar, kasallik yuqishi u, mana shunaqa gaplar. Yo'q, buni ham qo'rqishadi-da. Men buni ham nima qilaman, tan olaman. Chunki mana shu yoshga yetib biz bilyapmizmi? Demak, biz kichkinalik paytimizda bu narsalar bo'lmagan. Aytdim-ku, bitta poliklinikada katta bitta nimada nechtadir kishi ishlasa, o'sha bitta sterilizatsiya bo'lgan. Hozir unaqa emas-da. Hozir hamma narsalar ham ko'p. Hamma har bitta klinikada bittadan nimalar bor. Masalan, deylik, qishloqlarda yo'q-ku, so'rash kerak doktorlar. So'rasin, mayli. Masalan, rivojlangan mamlakatlar so'ramaydi bu narsani. Umuman ortiqcha savol berilmaydi. Mana bu narsang tozami? Bir marta ishlatasizmi? Bunaqa qilasizmi? Yo'q. Sizni eshitadi, doktor. Doktor mana bu narsalarni senda muammoing bor ekan, mana bu paytga yozdir deydi. Bemor xo'p deydi. Qo'shimcha savollaring bormi deydi. Agar bemorda qo'shimcha savol bo'lsa, eshitadi. Bo'lmasa, shuni ishini qiladi, o'rnidan turadi, to'lovlarini, pullarini doktorlar ertagi narxlarni bilmaydi. Kim nima necha pul ishlaydi bilmaydi. Yo biladi, может gap aytmasligi mumkin. Uzr, men bilmayman deydi. Hozir menejer keladi, shu ish bilan shug'ullanadi deydi. Lekin bizda mahorat bilan bizda stomatologlar juda ko'p.
Chunki yosh qatlam men hozir ko'raman, o'sha aytdim, u 40 ta Telegramda bo'lsa, yong'oq nima bo'lmaydi deganday, puchi bo'ladi deganday, bo'lishi mumkin. Lekin bizda ko'proq mahorat evaziga, bilim evaziga stomatologlarimiz yangi keyslar, yangiliklar evaziga rivojlanyapti, juda ham yaxshi rivojlanyapti. O'shaning uchun qo'rqish kerak emas. Og'riqlar bo'ladi. Chunki og'riqlar masalan ayrim kasalliklarda juda ham sekin, ayrimlarda ta'sir qilish doirasi juda ham past bo'lishi mumkin. Yiringli jarayonlarda o'tib ketgan bo'lsa, past bo'lishi mumkin. Shunaqa vaziyatlar bo'ladi-da. Ukolli ham ta'sir doirasi juda ham pasayadi. Agar hamma narsasi yaxshi qilinadigan bo'lsa, unda muammo bo'lmaydi. O'sha qishloq joylarida ham bir og'iz so'rasa, o'sha doktor aytadi, aytmaydi emas. Aytadi, bir og'iz mayli. Rivojlangan mamlakatlarni qo'ya turaylik, o'zimizda ham qanaqa sizda vaziyatlar? Prosta qo'rqaman desa, bo'ldi deymiz. Biz ham masalan ko'rsatsa ko'rsatamiz. Eng oxirgi avtokalaplar chiqqan sterilniy bo'lib chiqadi-da, krov paketi chiqadi. Avval bo'lsanglar Bix deylik, qozonmi, bunday ochiladigan bo'ladi. Xullas Bix deyiladi bizda bu. O'sha narsani ichiga hamma narsa solingan, bitta kirib ketgan, chiqqan. Hozir alohida krov paket degan narsalar bor, cook ochib ishlatadi. Ko'p joyda shunaqa bu. Kimdirlar ishlatmasa ham bu nesterilniy degani emas. Lekin so'rash kerak bir og'iz. Kimdirlar o'sha Bixga solib qo'yadi. Qayerga nima qiladi? O'shani so'rasa, shaxsiy klinikada menimcha hammasida bor deb o'ylayman. Chunki menda bor, mana yon atrofimdagi kimda shaxsiy klinikasi bo'lsa bor. Demak, o'sha boshqa joylarda ham menimcha bor. Chunki shaxsiy klinikada hamma o'zi pul tikadi. Ochishda o'zi bo'lmaydi. Chunki sifatga ko'proq ishlaydi-da, poliklinikaga nisbatan. Chunki poliklinikaga materiallar kammi? O'sha kim nima qiladi uni material bilan ta'minlaydi? Men bilmayman uni kim ta'minlaydi. Kamchiliklari bormi? Demak, u shaxsiyga borishga harakat qiladi, yaxshiroq, sifatliroq bir narsa olishga. O'shuning uchun mayli qoldiradigan bo'lsa, agar poliklinikalarda bu narsani sifatini ham, materiallarini ham ta'minlab qo'yib berishimiz kerak. Ular xuddi arzimagan pulga oylikka yoki birovdan bitta plombasi uchun 50 ming so'm so'rasa, uni ustidan ariza yoz, u doktorni Telegram yulduzlarda ko'rib o'zini pul oldi, yo rostdan-da stomatolog u o'zini yonidan beryapti. U poliklinikaga ishlagan uchun u o'zini yonidan material olib ishlayapti-ku. Bemorga masalan yo'q deb og'riq bilan qaytarib yubormayapti. Ishlaydiganlarga men stomatolog sifatida aytsam, poliklinikaga ishlaydiganlar nimasiga oson emas. Akalar, oson emas. Chunki ularni materiali bilan shaxsiy klinikaning materialini borib solishtiringlar. Ularda ko'p narsa yetarli bo'lmasligi mumkin. Yetarli bor joyiga ko'proq o'zlari sotib oladi, o'zlari. Shaxsiyda butunlay 100% o'zi sotib oladi. Shu narsalar ham bor. Va shaxsiy farqli ravishda ustiga ustama qo'ya oladi-da, ular ustama qo'ysa korrupsiya. Shuni aytyapman-da. Yo'q, nol manimcha ular qiymatda, nol qiymatda to'lov bo'ladi-ku. Yani ham bilmadim. Yo'q, shu qo'ya olmaydi ustama. Shunday aka, shunaqa. Shunaqa. Endi u ham vrachku kimdir og'riq bilan kelsa, shu tuzalib chiqib ketsin deydi, yonidan nimadir qilib beradi. So'rasa ketdi lekin. Keyin poliklinikaga o'sha bolalar bilan ishlaydigan nimalarni ko'paytirishimiz kerak biza. To'g'ri. Pediatrik deydi. Doim havlubboy joyga davlatnikiga boring, xususiynikiga boring, o'chirib turadi mana shu. Bolalar yig'lab o'tirgan bo'ladi o'chirib. Men bitta nima ishlayman. Poliklinika. Men zubnoga bordim, oldin davlat poliklinikasi bor ekan. O'sha shasiga borib turdim. Baqir-chaqir bo'lib ketdi poliklinikada, kechga edi. Keyin bilsam, xullas nima bo'lgan. Bitta ota-ona qizchasini olib kelgan, bolasini shu qabul qilishgan, lekin u ochirib bo'lgan, shunaqa bo'lgan. Xullas, srochniy ketma-ketlikda kirib qolgan, kelib qolganda, patsiyentlar srochniy. Ikkitami, uchta ketma-ketlikda kelib qolgan, vrach bitta. Stomatolog. U qarayotgan payti unga xalaqit beryapti kirib ota-ona. Men bolam qara, men bolam. Bu уже qarayapti srochniy kelganda. Keyin o'sha xodimlar keldida, olib chiqib nima qilib tashadi, ayol kishi edi.
boyagi erkak baqir chaqir mana shunaqa qilib tashlabdi. Men aytaman, bular qanaqa ishlayapti bunaqa nima situatsiyada deb. Odamlar вообще hurmat yo'q-da boyagilarga nisbatan. Bo'lmasa, hozir sen bolangga qaraydi shu. Kirib shuna. Yana kimdir bolasiga qarab, bu kirib boryapti-da, prosta oldiga, tushunyapsizmi? Ani prikol ham bor-ku. O'chirda turgan bo'ladi. Bitta odam keladi, kirib ketaman deb qo'yadi. Qayoqqa ketyapsan deb ko'tarib o'taveradi ko'chaga, keyin o'tiradi, doktor kelaveradi. Yordamchisi, doktor qancha keluvdi, ko'tarib o'taverdinglar. Doktor. Oyiga bir odam videoga olyapti-da doktorni. Men qarayapman. Chiqarib yuborishadi, telefon bilan kirib boradi, mana qaranglar deb. Battar cho'zyapti-da, vaqtni. Boyagi doktor Temir asab bo'lish kerak-da. Men chidolmagan bo'lardim. Abdurki qari kuni shunaqa. Sal turtib yuborsa ketdi keyin. Telefoni bilan mana qilib kirib boryapti doktor tumshug'ida. Tez yordamda doktor borsa ushlaveradi. Oddiy bitta kichkina muammoni joyida bartaraf qilmaslik ham shu o'limgacha ham boradi oxiri. O'limgacha ham boradi, chunki yiringlab ketib, yana doktorga bormay, yana dori og'riq qoldiruvchi bir nimalar ichib, tishda yiringlatib qo'yib. Bizda anaqa narsa ko'p-da, o'zini o'zi davolash ham juda anaqa. Rivojlangan. Masalan, tish og'riydi-ku, 2 talab, 3 talab og'riq qoldiruvchi ichadi-ku. Yaqinda Yahya Ziyayev degan akani podkastini ko'rdim. U og'riq qoldirishda 3 ta ichsangiz ham bittani effektini berar ekan-ku. 3 ta qo'shib ichasizmi, ketma-ket ichasizmi, bittani effektini berar ekan. Prosta farqi yo'q. 3 ta ichsang masalan ko'proq qoladi degan o'ylardim-da men ham. Vremenniy plombalar bor. Amerikada oddiy marketlarga kirsangiz, o'sha tishingizda ko'y bo'lsa, qo'yib qo'yiladigan plombalar bor. Bu estetik emas yoki klinikada ishlatiladigan narsa emas. Ularni o'zlari ishlab chiqqan. Lekin orqasiga yozib qo'yibdi. Juda ko'pchilik foydalanadi. Agar u narsa O'zbekistonga mabodo kirib kelsa bilmadim. Bizankilar umuman bormay qo'ysa kerak bor. Amerikada plomba bor-da, marketda sotadigan. Olib, ochib, aralashtirib, tishingizga bostirib qo'yasiz. Funksiyasini ko'rak turgan joy tekis bo'ldi. Tipa ovqatlana olasiz. O'zbeklar doktorga kelmay qo'yadi deyapti. Prosta do'kondan borib Agar bizga shunaqa qilsa, menimcha U mumkinmi shunaqa odam o'ziga o'zi plomba qo'ysa ham bo'ladi? yo unga yozib qo'yibdi orqasiga 48 soat ichida stomatologga bor deb yozib qo'yibdi-da. Bir patka oladi, bir yil yashayman. bir yil yashayman deb qari kun qo'yib yuboraman. Endi tushundingiz. To'g'ri lekin. Chunki men borib video reels ko'rib qoldim-da, shunaqa. Keyin uni olib o'qisam, shunaqa yozilgan. Shunaqa. Nimada stomatologga men borgan paytlarim aql tishi borasida agar og'risa plomba qo'yish shart emas, unga olib tashlasa ham bo'ladi deyshadi. Aql tish umumiy qilib aytaman, har bitta stomatolog ko'rgandan keyin rentgen, vizual ko'rik uni holati o'zidan oldingi tishlarga qanaqa ta'sir ko'rsatyapti. Hozirgi paytda 28 ta tish ham norma hisoblanadi. Nimaga? Juda ko'plab bemorlarda tishi chiqmaydi yoki qiyshiq bo'lib yotib qoladi yoki o'zidan oldingi tishni surib siljishga sababchi bo'lib qoladi yoki yotib qoladida o'zidan oldingi tishda karies kelib chiqishiga sababchi bo'lib qoladi yoki milkini to'liq yora olmay ovqat qoldiqlari qolib milk bilan tish orasida ovqat qoldig'i qolib o'sha yerda yallig'lanish bo'lib yiringli jarayon hosil bo'lishiga olib kelishi mumkin. Akin tish shutga yetib bormasligi hisobiga ovqat qoldiqlari qolib o'sha именно o'sha tishingizda muhit o'zgarishi mumkin va tezroq kariesga uchrashi mumkin. Oldirib tashlashga keladigan bo'lsak, mana shu narsalardan o'tib hammasida norma, bemorda qulayligi, qanaqa noqulay his qilyapti, shuni hisobga olib, agar ayrimlarda bor, juda kam sonli odamlarda to'liq bo'ladi, aql tishlari ham to'liq chiqqan bo'ladi. Chaynovda ham ishtirok etadi. Nolida bezovtalik qilmayaptimi? Tegmay qo'yaversin. Agarda boyaga aytib o'tgan narsalarimiz oldirib tashlash kerak bo'ladigan bo'lsa, oldirib tashlash kerak, bo'ldi, undan qutulish kerakda, fokusni undan oldingi tishlarga qaratish kerak. Bo'ldi.
Shuning shunaqa deyishar. Ha, ayrimlar yo'q, men oldirmayman, lekin uni oldirib tashlamasa, u shunchaki infeksiya bo'lib turaverishi ham mumkin-da. Sizga bilinmay bu yoqdan o'zidan oldingi tishni kariesga olib kelib, boyagi aytgan muammolar paydo qilishi mumkin. Uni og'rig'i masalan og'risa, tepajag'iga ham berish ehtimoli yuqori bo'ladi. Shuni hisobiga aql tishdan voz kechish kerak bo'ldi. Uni ikkilanib o'tiradigan narsa emas. Fokusni undan oldingi tishlarga qaratish kerak. Anaqa tish pasta bor-ku keyin. Masalan, borsangiz, tish doktorlarida o'zlari qanaqadir deylik firma bilan shartnomasi bo'ladi. O'sha tish pastani aytadi masalan. Boshqasiga borsangiz yana boshqasini aytishi mumkin-da. Chunki har xil firmalar o'sha narsani ishlab chiqishgan. Rostdan bir xil produktmi? Yo'q, bir xil produkt emas. Tozalash, ichida ayrim narsalar qo'shuvchi ta'mlari, yana bir ikkita narsalarni tozalovchi, masalan, tishni oqartiruvchi tish pastalar deydi-yu. Siz o'sha tish pastasi bilan yuvsangiz, tishingiz galli ustiga bo'lib oqarib ketib, kimdir ko'zini olmaydi. Shunaqa bo'lmaydi. 100% kafolat beraman. U ham mana mahsulotlar reklamasida, boshqa nima aka? Colgate endi ana aytadi-yu, Colgate ham nimaga ham to'ldirib qo'yadi bo'lsin reklamasi. To'ldirib qo'yish shartmi? Bunchagina yetadi deydi. Ha, yetadi u. Mana shunchagina yetadi. U prosta ko'p sotilish tezroq tugaydi, tezroq sotiladi. O'sha uchun menga lekin masalan stomatolog bir marta aytgan, imенно Colgate emas, вообще boshqa bitta bir brend aytuvdi. Sal qimmatroq edi u tish pasta. Imенно qanaqasini olishimni nomlari bilan yozuvdi. Milki uchun dedi. Mana sezuvchanlik bo'lsa, bu narsa Colgate-nikida ham bor. Deylik, endi Colgate ochilgani uchun bizlarda ko'proq, men boshqa ko'p nimalarni nima qilmayman. Deylik, shu Colgate-da bor, tishingizda sezuvchanligi bo'lsa, demak Colgate-da o'shanga toifalangan tish pastasi bor. Milkingizda muammo bo'lsa, o'sha tish pastani milk bilan bog'liq muammosini hal qilishga yordam beradigan ayrim nimalari tish pastasi bor. Yoki boshqa holatlar, yoki karieslar deylik. U oldini olib turadi, xolos. Faqatgina tishlarni ko'rsatib, biroq stomatologdan so'rash kerak bo'ladi. Davolab qo'ymaydi tishni. Yo'q, aka, tishingizni masalan oqartiruvchisini oladigan bo'lsak, tishingizni oqartirib, masalan, zoom yordamida oqartirish bor hozir. Yani tishlarni o'zining rangidan ancha oldinga olib chiqadi. Oqartirib qo'yib, bunaqa qilib qo'ymaydi-da. Unaqa qilish kerak emas. Odamlarga aytsangiz ishonib qoladi-da. Lifehacklar ham bor-ku, o'g'ilda maydalikda tishini yuvsa oqaradi. Yo'q, u ketdi bo'lsin. Men aytaman, juda ko'p mana shunaqa. Bir nimani aralashtiradi, kola bilan nimani aralashtiradi, o'shanga yuvadi. Xohlagan ko'mir bilan Yo'q, aka. Xohlagan tish pastasini doimiy ishlatadigan, xohlagan tish pastasini ishlatib beraversin. Iminni. Faqatgina doimiy borish kerak stomatologga, doimiy borib turib, muammosini hal qilib turib, tishida muammo, milkida muammo yo'q bo'lsa, o'sha doimiy ishlatadigan tish pastasini ishlatib beraversin. Yoki oqartiruvchi, yoki milkda unaqa buzur. Men unaqa deb o'ylamayman. Chunki tishingizni toshini u tish pastalar ketkizmaydi. Tishni toshini даже qo'l bilan ayrim instrumentlarimiz bilan ham ola olmaymiz-da. Faqat o'sha ultrazvuk shunaqa apparatlar bor. Suv pils vibratsiya yordamida olishadi. Toshni ovqat-povqatdan yig'ilib qolgan bo'ladi. Ha, uzoq yillik. 1 yilda ham yig'ilishi mumkin. Bu o'sha moyilligi bor odamlarda bo'ladi. Stop, agar hozir shu yanvarda tozalayotgan bo'lsam tushimni borishingiz kerak, ha. Borib har 6 oyga harakat qilib turaversangiz, shunchaki chestga, Prosta siz yillar davomida deysiz, men o'ylayman. Yo'q, doimiy ravishda bu. Doimiy ravishda qilib tursangiz, o'sha stomatolog bilan siz nimani ushlab olsangiz, siz doimiy kelishingiz hisobiga u ham arzon qilib beradi. Men chiskazab dahshat bo'lganda, men borganman-da, tishim og'rig'i bilan borganman-da. Shuni ochyapti-da, nervni olyapti-da. Bo'lim plomba qo'yasizmi deyman. Keyin deyapti, "Yo'q, to'xta" deyapti. Hozir deyapti. Tanishimda prosta. U majburlayapti meni, men bilan klientga gaplashmayapti-da. Hozir deyapti, birinchi navbatda sen chiska qilamiz deyapti. Ertaga deyapti, bunga plomba qo'yamiz deyapti. Shunday. Keyin bunga plomba keyinda mana bu tishingni ham qilamiz deyapti-da. Men aytdim, bunga tegimmi, og'rimayapti desam, 1 oydan keyin ko'rasan dedi. Qildi, uchishda ham.
keyin men bilmadim endi скорее всего да olib qoldi og'rig'idan no tishingni чистка qilmagunimizcha dedi qilmaymiz dedi kiymaysan kiymasam bilaman dedi shunaqa endi bu и чувствительный bo'lib qoldi tanishingiz bo'lganligi uchun tanishingiz bo'lgani uchun bu shartli ravishda sizni majburlaganda biza lekin klientni majburlaymiz. unaqa gaplasha olmaymiz yo oxirida aytamiz biza masalan ayrimlar men hammasini qildirmoqchiman desa muammolarni biz ham shundan boshlaymiz agar birdan og'rib kelib yoki mana bu tishim deydigan bo'lsa biz ham o'sha tishini qilib berib undan keyin men hamma vrachlarimga aytganman hamma bemorga aytinglar siz chestka qildirishingiz kerak siz mana bu tishingizda mana bu muammo bor siz bunaqa qildirishingiz kerak deb bir og'iz aytib qo'yinglar mayli sizlarni yomon ko'rsin deyman chunki baribir akalar baribir bu tishni muammosi sizni stomatologga yetaklaydi 40 yil lekin bo'lsa ham yetaklaydi to'g'ri bitta anaqa narsa qilamizda man o'tgan safar esdan chiqdi har podkastda ko'proq odamga borishi uchun eng yaxshi kommentariy yozgan odamga biz o'zimiz ham o'zimizni podkastga ham mukofot beryapmiz pul beryapmiz boshqa tam moddiy bo'lmagan har xil narsa aytyapmizda beryapmiz adminlik qo'shamiz masalan shuning uchun bu podkastga ham masalan eng yaxshi kommentariy muallifiga nimadir narsa aytsak bo'ladimi tam bepul konsultatsiyami tam yo'q undan tashqari ham aytishimiz mumkindir uni juda zo'r bo'ladi mana shu выпускga kommentariy yozsin shu выпускda deylik o'zingiz mani tanlaysiz siz tanlaysiz manga keyingi podkastda bizlar olganmiz e'lon qilamiz xo'p bo'ladi mana shu deylik 3ta bittadan emas 3 ta qilaylik shu 3ta bepul konsultatsiyami yo'q konsultatsiya hamma vaqt bepul ularda doim bepul hamma vaqt bepul deylik bitta nerv udaleniyali tishida muammo bo'ladigan bo'lsa bitta nerv udaleniyasi bepul yoki katta ishlariga katta 40% chegirma qilib berish mumkin katta ishlariga masalan bittasini aytaylik deylik birinchisiga nerv udaleniya tishi bepul o'sha uchalasiga yoki qanaqadir ish qildirmoqchi bo'lsa tanlaydi umumiy summasidan o'zi tanlaydi umumiy summadan 40% chegirma qilib berishimiz mumkin chunki bizani ishimiz shu-ku boshqa nima qilib bera olaman yana to'g'risida конечно yo foiz man o'tirib shunaqa komment yozaman men ham endi o'ylab turibman o'zim so'rasak bo'ladi bu bizani boshiga o'tkazib qo'ysam bo'ladi yoki endi bu o'zimizni qo'limizda baribir bir narsa qilish kerak agar buni qilmasak bo'lmaydi shunda sal hech bo'lmasa ko'proq komment bo'lsa ko'proq ko'rilsa ko'proq odam eshitadi yaxshiroq ham effekti ham balandroq bo'ladi baribir shunaqa xullas komment yozinglar esingizcha bizlar juda ko'p klinikada o'zi konsultatsiya bepul price'da turibdi pulli lekin bepulda bepul o'shaning uchun undan xavotir qilish kerak emas qo'rqmasligimiz kerak borishimiz kerak uyaladi hamda odamlar borib yo'q uyalmaslik kerak endi konsultatsiyaga borish degan narsa masalan menda yo'q to'g'risi bor edi sekin lekin og'riydi borasiz bo'lsangiz ertaga shu narsalarni manimcha qilmaysiz aka man bitta olib borasiz конечно biza qabul deylik mayli lekin keyingi avlod uchun o'zimiz harakat qilaylik ularni qo'rqitishimiz kerak emas stomatolog keladi ukol uradi tuyda ham suyda ham unaqa emas u naborat bolalar bilan o'yin shaklida ularni rag'batlantirib olib borishimiz kerak просто man har xil klinika ham borda endi stomatolog masu masalan bitta tanishimni nimasiga ko'ziga narsa kirib qolganda ko'chada ko'ziga unaqa narsa kirib qolgan qanaqa yengil nima og'riq borda nimadir bordek tuyulyapti mana bu yerda bo'ladi-yu ko'ziga nimadir kirib qolgandek tuyulaveradi срочно o'sha atrofdagi klinikaga boramiz срочно bitta vrachga kiramiz konsultantdan price narsa aytyapti men aytyapman farqi yo'q deyman просто kim bor просто kiraylik keyin gaplashamiz shu pulni deymanda shu yerga kirib chiqsa 3 minutmi vaqt ketdi-da просто tam chang bilan nimadir ekan nima qilib sekin o'zi olib tashladi 500 ming bo'ldi shu deymanda mayli deyman shu azob edi mayli no yo'q mana shu tish ko'z meni ham ko'zim chiqishda yuqadigan nimalar shamollatdim-da
xuddi nimadir borga o'xshaydi, ish qilaverib qizartirib ko'zim shishib ketib qoldi-da. Qizarib. Jarayon qiyin. O'shanda doktorga bordim, shu o'shanda ko'zim qizarib ketgan bo'ldi. Uni ham lekin bir nima dedi, narsa yozib berdi, shuni tomizasan dedi. Shuni 2 kun tomizib, hech narsa bo'lmaganda yo'q bo'lib ketdi-da, masalan. Bular aytmoqchi ham har xil klinika ham bor-da. Borib turish kerak o'zi. Konsultatsiyalar uchun arzonroq oladi. Kimdir juda katta pul summa so'raveradi. Mana shunaqa odamlarda har xil qo'rquv bor. boshqa hamma sohalar menimcha shaxsiylab konsultatsiyaga pul to'lab kiramiz. Hamma xohlang Shunaqa. oshqozon bilan xohlang, urolog bilan hammasi shunaqa. xohlang, ortoped bilan xohlang, terapevt Plus bilan nimadir test ham topshirib xohlang, kelasiz. pediatrik bilan Borib hammasidan o'ziga и qo'shimcha borib analiz topshirib kelasiz pulga. Bizda hamma narsa bor. Hamma narsa sharoit qilib qo'ysak-ku, odamlarimiz bizga yordam bermasa, ikkinchi stomatolog qimmat deyshadi. Ayb o'zimizda ko'proq. Biza oldini olishimiz kerak ko'p narsani. Qiyin ishga kelib qolganda bor. Taqalganda emas-da. Buni o'sha uchun mayli biza bu narsani yo'qotdikmi? Biza o'zimizdan keyingi avlodga bu narsani shakllantirishimiz kerak. Bu uchun hamma kurashish kerak, hamma. O'sha bog'chadan tortib va Sog'liqni saqlash vazirligigacha ko'proq ishlar qilinishi kerak, ko'proq tadbirlar, ko'proq ularni qiziqtirib, ikki ota-ona uyda kontrolni qilib tursa bo'ldi menimcha bu narsani. Har 6 oyda borib mutaxassisga ko'rsatib tursa, shunaqa. Bu narsa ko'rsatilsa, yaxshi motivator chiqasiz. ko'rsatib tursa, o'sha pediatrik dentist deydi, faqat yosh bola bilan ishlaydi. Kattalarni ko'rmaydi. Faqat yosh bola bilan ishlayveradi. Hozir endi kirib kelyapti bizda ham uxlatib davolash. Bolani og'zidan momma ko'payib ketdimi, u qo'rquv paydo bo'lishi mumkin. Baqirish. O'sha uchun uxlatib davolashadi. Hozirgacha endi uni ham tushunaman. Zarar emasmi, nima emasmi? Kayf bo'lib qolmaydimi? Narkoz bersa. Yo'q, uni o'sha ta'siri yo'qmi? U unchalik nima narsa emas. Immunni o'sha kuldiruvchi gaz bilan ishlanadi. Shunaqa narsa ham bor. Shunaqa narsa ham bor. Yo'q, bolalar. U qanaqa? Yo'q, shu bolalarni o'sha uxlatib nima qiladiganda. Yo'q, bizda nimasi mumkin emas. Faqat klinikada ishlanadi-da u. Klinikada, uni faqat bizda mumkin emas u narsa lekin. Kuldiruvchi gazmi? Nima qiladi? Nomi? Kuldiradigan gazda. Yo'q, u faqat uxlaydi, o'zini yaxshi his qiladi. Hamma narsasi faqat bolalar odatda Men so'ragan bo'lardim. Yomon ta'siri yo'qmi? Tishim og'rib. Da, to'g'ri o'ylayapsizlar. Bu narsani kontroli kerak. Boshqa narsa ham ishlatish mumkin-da. Boshqa nimalar ham bor. Bu eng nima bo'ladigani. Tishim og'rib qolsa o'rsan. Endi bu kulib yotmaydi, u sizlar unaqa demaydi. Nomi shunaqa uni. Ya o'zban tishni Qo'shimcha ta'siri juda ham kam. Rostdan bir yoqib. O'lim soni ham deyarli yo'q. Agar katta ishlar bo'ladigan bo'lsa, shunaqadan ko'proq foydalanishadi. Stressli emas, qo'rqinchli emas, harakat qilishimiz kerak, lekin o'shanga yarasha biza talab taklif ishlaganda, o'shanga yarasha biza faqat bolalar bilan ishlaydigan stomatologlar ko'proq chiqarishimiz kerak. Hozir viloyatlarda deyarli yo'q-da, kam bo'lsa ham. Nimaga kam? Chunki olib borishmaydi. Kattalar bilan ishlaydi. Hamma kattalar bilan. Bizda fakultetlar bolalar stomatologiyasi masalan. Bolalar stomatologiyasini bitirgandan keyin kattalar bilan ham ishlab ketaveradi. Agar bolalarni ko'proq olib borsak, general katta dentistlar ham ko'rishi mumkin, lekin o'rgatsa bolani birinchi yoshida, 1,5 yoshida, 2 yoshida, 2,5 yoshida qo'ldan yetaklab olib boraylik qani. Test rejimda ham olib borib ko'raylik qani. O'zi ochib beradigan bo'ladi, qo'rqmaydi bola. Sal katta bo'lgandan keyin o'zi boradigan bo'ladi. Tak. Shunaqa, xullas bizda konkurs bor. Xullas. Уже vaqtdan bo'lib qoldi. Texnik anaqalar cheklangan. Menimcha bugunga yetadigan gap bo'ldi menimcha. Endi bu yog'i o'sha aytganda kommentariyada yozsa qanaqa problemani, masalan, mana shuni gapiringlar, palonchini gapiringlar deb
shu aktualroq shu temaga oid narsa yozinglar, ana ota-onasini Podcastga oid bo'lsa, ota-onasini hajga yuborganlar, like bossin, bla 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 bla. harakat qilish kerak. Qancha Eshiting, ishlaringga qancha eshitish sarflayapsiz? kerak. Ishlaringga tema agar qaysi temani ko'p yozishsa-da, shunga talab bo'lsa, yana bitta tanqid qilsa ham ko'rib chiqib. Yo'q, asosli tanqid narsa qilishsin, yozsa mayli, men ham. yechim topib berishga harakat qilaman. Tanqid bu yaxshi narsa. Men qimmat deganlarga men yechim topib berganman. Qimmat degan odamga men yechim topib berganman. Bu qimmat narsa hozir bu nima bo'la olmaydi deb o'ylayman. bahona emas. Bahona emas. Qimmat bahonalikka kirmaydi. Faqat o'zimizni ozgincha shu narsaga tayyorlab, shu narsaga yetib kelganimizni his qilishimiz kerak. Savozga bo'lib to'lash ham qilganda. Siz boru maksimal nima deydi, возможность bergan. Hamma narsa bor. Rostlamda. Harakat Hamma qilish. Nechta odam uxlatib ham ketgan deb aytardingiz-ku bir. Yo'q, endi bo'ladi. Bu Risk bu ham deysiz. bu ham shunaqaroq. Xo'p, nima deymiz? Bolani uyda sog'lom bola rivojlantirish, ularni tishiniga qarashimiz kerakmi? Demak, ota-ona uni boshidan boshlash kerak. Ota-ona tarbiyani chiroyli tarbiya berib, bog'chaga o'tkazimi? Bog'chada ham ko'proq o'rgatilish kerak. Maktab davridagi ko'riklar, bog'chada ham o'sha ko'riklar ishlab chiqilishi kerak. Undan keyin har 6 oyda muntazam ravishda stomatologga borib, ularni ko'rikdan o'tib turib, nima muammolar bor, o'shani joyida hal qilishga harakat qilish kerak. Homiladorlik davrida deydi ko'pchilik. Yo'q, homiladorlik davrida ham borib davolatish mumkin, lekin ko'proq undan oldinroq davolatsa muammo bo'lmaydi. Kalsiylarim yo'qolib ketdi deydi. Yo'q. Agar sizda kalsiy yetishmovchiligi bo'ladigan bo'lsa, u birinchi navbatda zaxiradan oladi. Tish bu oxirgi chora hisoblanadi, o'sha homiladorlik davrida ham. O'zi u bemorda homilador bo'lmasdan avval muammolar paydo bo'lgan bo'lishi mumkin bo'ladi. Shu jarayon kuchayadi. Chunki u vaqtda o'sha birinchi 3 oylikda ayrimlar o'sha qusish vaqtida bo'ladi. Qusgandan keyin oshqozon kislotasi og'izga chiqib keladi. Bu og'izning muhitini buzilishiga, ko'proq shirinliklar yeyishga xohlaydi-da, u organizm. Shirinlik yegandan keyin og'izda muhit o'zgaradi. Demak, karisga moyilligi yana oshib ketadi. Genetik. Ko'plar qo'rqib, birinchi oyda muammo bo'lsa, o'zi muammo avvaldan bo'lgan bo'ladi, 9 oyda ichida imini o'sha vaqtga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun qo'rqishadi, bormaydi. Muammo kattalashib, og'izdagi muhit buzilgandan keyin boshqa kasalliklar ham kelib chiqaveradi. Bu narsani bartaraf qilishimiz kerak, qo'rqmasligimiz kerak. Harakat qilib faqat oldinga. Qancha odam o'ziga yaxshi qarab, o'zini sog'lig'i uchun investitsiya kirita olsa, demak u katta qarigan vaqtida ham o'zini tishlari bilan bemalol ovqatlana oladi deb ayta olaman. Hozir puli bor davolatyapti, puli yo'q davolatmayapti-da. Buni ham tushunaman. Lekin o'sha narsani ham kirim bo'lsa, men yechim topib beraman. Imini men agar kirimi bo'lsa, o'sha deylik 3 million bilan men tish davola olmayman deydigan bo'lsa, men yechim topib beraman o'shalarga. Masalan-da, tushunaman. Bitta borda umuman katta hech kim sarflamaydi. Lekin uni ham yechimi bor. Boshqa buni qanaqa qilish kerak, nima qilish kerak, qiziqroq. Mayli negativ yozishsin. Harakat qilamiz. Lekin eshitish kerak. Bu narsani eshitmasa, bu hozir podkastimiz ham mana xulosa qiladi kimdirlar. Shuni hisobidan. Podkastda suhbat gaplashilgan mavzuda bo'lish kerak-da. Tashqariga chiqmaylik, chunki men faqat o'zimning sohamda ikki tomonga ham ishlab bera olaman-da. Stomatologlar uchun ham foydali, xalq uchun ham foydali bo'ladigan narsada hozir endi harakat qilyapmiz. O'shuning uchun hammaga sog'lik tilayman. Faqatgina tishlaringizni asrang. Baribir sizni yetaklaydi u stomatologga. Men yana o'ylantirib qo'ysak, rahmat. Tishda asranglar, podkastni ko'ringlar. Sog'lom tishlar bilan. Nasib mana shu narsalar, hozir aytilgan narsalar endi ishlab chiqilinyapti. Qachondir shu narsa bo'lsa, shu eslaysizlar-da. Shu narsa aytilnudi, shu narsa bo'lishi kerak ekan. Shu rivojlanayotgan mamlakatlarni ham tibbiyot bilan bog'liq eng tibbiyot, ya'ni stomatologiyasi bilan bog'liq eng pik nuqtasi shu bo'ldi. Bundan yo'q. U yoqqa ham qimmat stomatologiya. Ularni topish tushi balandmi? Ular ham shunga qarab rasxotini oyog'ini uzatadi. Shunga qarab rasxot qiladi. Sug'urtasi bor. Sug'urtaga
oyligidan ketaveradi, bu yoqqa borib o'sha yengilroq bo'lgan ishlarni qildirib oladi. Borib implant qo'ydira olmaydi, to'g'ri. Shunaqa. O'sha uchun biza implantgacha olib borishimiz kerak emas. Biza katta tishlarimizni kovak bo'lib, ularni nervini oldirishgacha olib borishimiz kerak emas-da. Shuni hisobiga faqat ko'p narsani oldini olsak, oddiygina o'sha profilaktik ko'rik bilan chistkalar ham katta muammolarni oldini olib qo'yadi-da. Siz bila olasiz. Shunaqa. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar. Sizlarga ham rahmat.